o'qib, tajriba olib turib ham 10-15 ming dollar bir joyda CEO bo'lib, menejment ishlab turib ham topsa bo'ladi hozir. Yiliga 10 million dollar oborot qiladigan kompaniyaga asos solganlar. 20 yoshdan tikib qo'yib biznes qilish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bugun bizning mehmonimiz Bekzod aka Rahmataliyev. Bitta tizim qurishda faqat dastur emas. Tizim bu 100% menejment. eng qimmat pul to'lanadigan kasb bu odamlarni boshqarish. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Asoschilik podkasti navbatdagi soni. Bugungi bizning mehmonimiz maishiy texnika, ya'ni retail sohasida yiliga 10 million dollar oborot qiladigan kompaniyaga asos solganlar. Bugungi bizning mehmonimiz Bekzod aka Rahmataliyev, E1 kompaniyasi asoschisi. Bugungi bizning asosiy mavzularimiz bu nasiya savdo, retail hamda nega menejerlikdan ketib o'zlari biznes boshlaganligi haqida. Chunki ular katta imkon degan kompaniyani, ya'ni 50 ta xodim bo'lgandan keyin 1000 ta xodimli katta kompaniyaga olib chiqib, zo'r lavozimda ishlab, yaxshi oylikdan tark etib o'zlari biznes boshlaganlar. Shu haqida gaplashamiz, chunki menga bu qadrli bo'lgan mavzu, chunki o'zim ham menejerlikdan 2 yil oldin ketib biznesni boshlaganman. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum Ravshan aka. Tashrif buyurganingiz uchun rahmat, vaqt topib. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldik taklif uchun. Xo'p, Bekzod aka, unda boshlaylik. Nimadan boshlaganimiz yaxshi? Boshida davaysiz o'z nima bilan shug'ullanasiz? Bilishim bo'yicha, sizlarning kompaniyada 15 ta filiali bor va sizlar nasiya savdoga maishiy texnikalarni berasizlar E1 kompaniyasida. Albatta shunday. Bizning kompaniyada hozirgi kunda 15 ta filialimiz bor. Ochilganimizga 2 yil bo'ldi. 100 ta oshiqroq xodimlarimiz bor. Asosan Toshkent viloyatida hamda Surxondaryoda joylashgan. Biz asosiy faoliyatimiz maishiy texnika hamda smartfonni, ko'proq smartfonni naqdga hamda nasiya savdoga beramiz. Nasiya qismini moliyaviy kompaniyalar orqali, misol uchun hozirgi kunda Alif, Uzum, boshqa kompaniyalar orqali sotamiz. Demak, biz naqdga savdo qilgan kompaniyalar qatoriga kiramiz. Nasiya tomonini moliyaviy kompaniyalar mijozlarga bo'lib berishga beradi. Bizga bir haftadan 10 kun atrofida pulimizni vaqtida to'lab berishadi. Qolgan amaliyotni mijozlardan moliyaviy kompaniyalar o'zlari oyma-oy undirib oladi. Zo'r. Imkon kompaniyasida ishlagansiz. U juda ham mashhur kompaniya bilishim bo'yicha. Ya'ni menga bilasiz nimasi yoqyapti? Hozirgi sizning ish faoliyatingizda biznes Toshkentda emas, Toshkent atrofida mana o'sha viloyatda 11 ta filialmi Toshkent viloyatida? 11 ta filial. Qolganlari Surxondaryoda va hokazo. Imkonda mana ishlagansiz. Imkonda ham xuddi shu vaziyat. 50 tacha filiali bor, oborotlari katta, lekin Toshkentda emas. Ya'ni O'zbekiston bo'ylab Toshkentdan tashqari. O'zi men ko'pincha o'z odamlarga aytaman, ya'ni biznes faqat Toshkentda emas, butun O'zbekistonlab qilsa imkoniyatlar ko'p. Nega lekin siz qilayotgan biznes va undan oldin ishlagan biznesingiz Toshkentda joylashmagan? Hozirgi biznesimizda nima uchun Toshkentda joylashmagan? Bizda marjalar, hamma narsasi hisob-kitob bilan kamroq qo'yiladi. Misol Toshkentda o'ziga yarasha xarajatlar ko'p. Birinchi o'rinda misol savdo do'konlarida ish haq xarajat birinchi o'rinda eng katta qismini tashkil qiladi. Ikkinchi o'rinda ijara xarajatlari tashkil qiladi. Undan keyin operatsionniy boshqa xarajatlar bor. Bularni ham tartibli holatda keltirish uchun asosan biz bozorda o'rganganimizda biznesni tannarxiga kelib chiqadigan ushbu xarajatlar tahlil qilganmiz. Bular Toshkent viloyati hamda boshqa viloyatlarda arzonroq bo'lganligi uchun hamda bozorda nisbatan bo'shliq borligi uchun Toshkent viloyati hamda Surxondaryoda shu narsani tashkil qilganmiz. Zo'r. Ingliz tilida termin bor, purchase power, ya'ni sotib olish qobiliyati. Toshkentda tushunib turman, xarajatlar qimmatroq, arenda qimmatroq yoki odamlar 2 barobar qimmatroq ishlaydi. Lekin mijozlarning soni ko'proq bo'lib turib va ularni sotib olish qobiliyati ko'proq bo'lganligi qoplab ketmaydimi bu xarajatlarni? Mijozlar soni ham unchalik ko'p emas. Sabab Toshkentga nasiya savdo holati viloyatlariga qaraganda ertaroq kirib kelgan. Ko'pchilikda qarzlari bor. Tekushi qarzlari bor. Misol Surxondaryoga 1 yil oldin kirgan bo'lsak, 1,5 yil, 2 yilcha bo'ldi kirganimizga, u yoqqa kirganimizda hech kim yo'q bozorda. Bitta biz kirdik. Toshkentda qancha do'kon bor? Juda ham ko'p. Odamlar ham, mijozlar ham ko'p. Shunga yarasha hammasida qarzlar yetarli darajada. Kelib nasiyaga sotib olaman desa, moliyaviy kompaniyalardan hech qanaqasiga, misol uchun ularga limit ajratilmasligi mumkin. Limit ajratilmasa, mijozga biz savdo qila olmay qolamiz. Savdoyimizning umumiy hajmiga ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Albatta bu qarz yuki yetarli darajada Toshkent shahrida mijozlarda ko'pligi uchun viloyatga nisbatan.
Aha. Buni sababi ertaroq kirib kelgan Toshkent bozoriga nasiya savdo, kredit degan tushunchalar ertaroq kirib kelgan. İnsanlar yetarli darajada o'zini oylik daromadini masalan 5 millionmi 10 millionmi olsa, shuni qanchadir qismini oyma-oy o'zi kreditga to'lagan, yo vaqtida to'lamaganligi uchun cho'rniga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga qarzga botib bo'lgan. Qarz holati bor Mhm. hozirgi kunda. Tushunarli. Toshkent viloyati tanlaganimiz sababi Toshkent viloyatida zavod, fabrikalar ko'proq, anchagina ishchilar nisbatan oylik daromadi stabilni tushadi hamda yaxshiroq oylik olishadi. Doimiy oylik tushib boradi. Toshkentga nasiya savdo va kredit masalalari ohliroq kirib bo'lgan. Undan tashqari yana bu yerda raqobat ham kuchliroq desa bo'ladimi? Chunki men nazarimda, ya'ni qaysidir narsani o'rganib, birinchi tatbiq qilish O'zbekiston Toshkentda bo'ladi-da. Qanaqadir kichkina hududda katta kompaniyalarni yoki aqlli odamlar konsentratsiyasi juda yuqori tuyuladi ba'zilar Toshkentda. Shunaqa. Keyin yana bir asosiy sabab, misol uchun viloyatlarga ochsangiz, kichkina shaharlarga ochsangiz, siz kirganingizda marketing qilish juda ham oson bo'ladi. Misol uchun, ya'ni kompaktniy bo'ladi. Misol bitta tumanga ochdingiz, tumanga ochsangiz hamma mijozlar o'sha markazga keladi. Siz ko'rish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Toshkentda bitta joyga ochsangiz, boshqa nari chekkadagisi kelmaydi uncha qiyin. O'sha joyda o'zida raqobat kuchli bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Misol uchun, masalan, Surxondaryoda Jarqo'rg'onda filial ochgan bo'lsak, hamma 250 ming, 300 ming odam hammasi tuman markaziga keladi. U yerdagi do'konlardan xarid qiladi. Chunki qishloqlarda unaqa do'konlar yo'q. Albatta sentrga keladi-da. Kelgandan keyin 5 ta 6 ta variant bo'lsa, shuning ichida siz nimani taklif qilsangiz, olish ehtimoli yuqoriroq. Albatta, maishiy texnika, smartfon sotib olish uchun tuman markaziga keladi. Toshkentda endi juda ham ko'p unga raqobat, marketing tomonidan ham pulingiz sal xarajatingiz kamroq bo'ladi. Men to'g'ri tushunaman, marketing degani siz yaxshi lokatsiyani olish, ekranda vyivska qilib qo'yishni aytyapsiz-da. Osonroq bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda raqobatni etmayapsiz. Mijoz jalb qilishga siz do'koningizda oldidan o'tadigan loyalist mijozlar juda ham ko'p bo'ladi tumandagi. Nisbatan shaharga qaraganda. Anchagina yaxshi bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Mana nasiya savdo haqida gaplashsak, men tushunmayotgan narsa, agar halol nasiya savdo haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda yiliga 40-50% nasiyaning ustiga qo'yilyapti. Lekin, misol uchun milliy qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan bank kreditlari haqida gaplashsak, u yerda 20-25%. Ya'ni bu o'zi qatdan paydo bo'lyapti? Nega men aytaylik qadriyatlarga to'g'ri keladigan kreditni o'sha nasiya savdoni qilmoqchi bo'lsam, 2 barobar ko'proq to'layapman? Xo'p, buni asosiy sababi nasiya savdo bank sektorida hozirgi kunda misol taxminan 1 yil oldin banklarga ham o'sha nasiya savdoga, misol qadriyatlarga to'g'ri keladigan produkt berishga Markaziy bank tomonidan ruxsat berildi. Misol uchun MKO tashkilotlariga, mikrokredit tashkilotlariga xuddi shu bozorda banklar nasiya savdo, halol nasiya savdo qilib kredit nasiya savdoga pul bera oladigan banklar yo'qligi uchun частный sektorda bu narsa tashkil qilindida, o'sha bozor 40-45% ni ko'targanlik sababli shu narsani berib bo'ldi 5 yil, 6 yil davomida. Hozirga kelib kerak bo'lsa har oyda tushib boryapti, borgan sari nasiya savdo. Kimdir 40% taklif qilyapti, kimdir 37%, kimdir 38%, hammasi borgan sari tushib boryapti. Banklarda ham o'sha nasiya savdoning produkti chiqdi, yiliga 25%, 30% dan berish boshlayapti. Ya'ni hamma aytaylik o'sha qoidalarga to'g'ri keladigan nasiya savdo haqida gap ketyapti. Shunaqa. Xuddi shunday holatda biz davlatimiz tomonidan bunga ruxsat bo'lmagan oldin, hozirga kelib sekin islom moliyasiga asoslangan nasiya, lizing savdolariga ruxsat berish boshlandi. Bu bozor bank, misol o'zi nasiya qismi albatta finansiy kompaniyalardagi hisoblanadi. Nasiya bu berasiz, 1 yilda uni oyma-oy undirib olasizda. Misol ham savdo, ham nasiyani qilish o'zi juda ham qiyin. Bozorda kichkina do'konlar bor hozirgi kunda savdo qilyapti-da, men 1 yilga nasiyaga beraman deyapti, misol mijozga tahlil qilmasdan bozorda ham ozgina buzib qo'yapti. Shuning uchun davlatimiz tomonidan bunga hozir nazorat qilish ehtimoli juda ham yuqorilashib boryapti. Taxminan 1-2 yil atrofida albatta nasiya bozori ham 25-30% ga yillik marjaga tushib boradi. Bozorda bo'shliq borligi uchun ko'chadagi частный sektorda xohlagan mijozlar ko'targan narxda sotishga o'tgan. Borgan sari savdo tushgandan keyin marza kamayib boryapti. Hozir mana 30-35% ga yaqinlashdi. Taxminan 1-2 yilda 25-20% gacha tushish ehtimoli yuqori.
Men retail sohasiga qiziqqanman-da. Misol uchun bitta tanishim iPhone savdosi bilan shug'ullanadi. Men o'ylab qoldim, agar men qilsam nasiyaga sotardim va shunaqa qilib ko'proq sotardim deb o'ylaganman. Ya'ni nasiya qismini o'zim qilmoqchi bo'lganman-da, lekin siz bilan hozir gaplashib, men nasiyaga amin bo'lganman. Biz nasiya qismini qilmaymiz. Biz shunchaki ya'ni o'sha rastalarni to'g'rilaymiz. Biz do'konmiz. Kelib olsin, nasiya qismini boshqa 3-shaxsga beramiz. Nega? O'zingiz qilsangiz ko'proq foydasi. Sabab men chakana savdo qiladigan, tizimli savdo do'konlar tashkil qiladigan setman. Nasiya qismini ilmi boshqa uni. Finansiy kompaniyalar qilish kerak. Pulni boshqaruvchi kompaniyalar. Masalan, bank bor, misol mana Alif kompaniyalar, Uzumlar bor. Uni tagida alohida analitikalar bor. Siz keldingiz mijoz sifatida 10 million oylik olyapsiz. Sizni tarix, kreditni istoriya, MIBdan qarzingiz, boshqa narsadan qarzingiz tahlil qilgan holatda sizga limit ajratish kerak deb berish kerak. Misol uchun men bu narsani ham o'zimni bo'ynimga olsam, bu yoqdagi retailda yutkazib qo'yishim mumkin. Men retailda yutishim uchun bir tomonni tanlashim kerak. Retailda misol uchun nasiya qismini ham o'zim bersam, bu yoqda mijozga pulni berganman. Uni keyin oyma-oy undirishim kerak. U to'lamaydi. Qanchadir ishchi olishim kerak. Marja ko'p deyapsiz, to'g'ri? 35-40%. Yo'q, u yoqda 15-20%ni o'zi xodimga berasiz, undirish uchun, plastikdan pul yetish uchun. Tashqaridan bilasiz, o'zi biznesda qoida bor, bunday qaraydida xodimlar katta foyda qilyapti deydi-yu mijozlar, misol uchun 40% yo 35% qo'yapti, lekin 10-15-20%ni kamida xarajatga beryapti 1 yilda u. Ha, o'sha undiruv xarajati. Undiruv, plastik yuski masalan to'laydi deb o'ylaysizmi? 15-20% inson hozirgi kunda misol uchun 5 dan 1 qismi inson vaqtida to'lamaydi. Hamma nasihatchilardan so'rasangiz, bozorda o'zaro berib turganlardan so'rasangiz, bu degan plyus ko'chada qolyapti. Uni qayerdandir investitsiya qilgan bo'lsangiz, siz majbur to'layapsiz xarajatini. Katta pul tikasiz. Bizda birinchi o'rinda eng asosiy faqat retail tanlaganimiz kengayish, tezroq kengayish maqsad. Siz agar o'zingiz nasiyaga bersangiz, katta investitsiya kerak. Misol uchun 1 million dollar pulga ochsangiz 2 ta yo 3 ta do'kon ochishingiz mumkin deb. Lekin 1 million dollar pulga biz 20 ta do'kon ochamiz, misol uchun. Siz tushundim. Chunki nasiya savdo qiladigan bo'lsam, men tovar oldim, tovar chiqarardim, pulni olmadim. Ola olmadingiz. Men yana cho'ntagimdan yana tovar qo'yishim kerak. Qo'yishingiz kerak. Agar hammasi pulni bersa, lekin yarim yil, 1 yilda qaytarib beradi-ku pulni, to'g'rimi? Ha, hammasi bersa agar. Siz obrachivningiz pulingiz tez. Tez. Kam marja qo'ysam, masalan men 1 million dollar tikilgan hozir kompaniyamga, misol uchun 1 yilda 10 million dollar оборот qiladi. Lekin 10 million dollar shuni aytyapsiz, chunki siz polni bel ishlaysiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Polni bel ishlaymiz. Muammo yo'q. Smenlar gapirsa bo'ladi. Bemalol. Misol ish haqimizni ham beli. Men o'zim uchun 20 million, 25 million, 30 million oylik yozsam, shuni aytsa, plastikga tushadi. Dividendlarim ham hamma narsa plastikga tushib ishlayman. 100 ta xodim bo'lsa, hammasi belida oyligini oladi. Bundan qo'rqadigan joyimiz yo'q hech qanaqasiga. Qarang, siz o'zingiz menejer bo'lgansiz. Katta kompaniyani boshqargansiz. U yerda mana 10 million dollarlik hozir biznesni boshqaryapsiz. Оборот qilayotganda. U yerda lekin bir 5-10 barobar kattaroq biznesni boshqargansiz. Unda anchagina katta. Anchagina katta. Hop, 10 barobar deylik kamida. 10 barobar mayli. 50 ta filial bor biznesni boshqargansiz. Hozir siz bitta belli biznesni boshlaysiz, chunki уже katta masshtabga o'rgangansizmi? Ya'ni bu qanaqadir katta plyusi bormi? Xo'p, birinchi o'rinda masshtablashganda men har bitta tadbirkorga, biznesmenga ayta olaman, birinchi o'rinda belli qila olamanmi, yo'qmi degan narsani olish kerak. Oqda ishlash kerak hamma narsasi. Bu nima uchun? Birinchidan xotirjam ishlaysiz, ikkinchidan tizim qo'ya olasiz har tomonlama. Siz cho'rni ishlayapsizmi? Naqd pulda ishlashingizga to'g'ri keladi. Naqd pulda ishlasangiz, xodimlarni u yoqdan pulimni olib ketib qolmadim, bu yoqdan pulimni olib ketib qolmadim deb o'tirasiz. Bizda hozir filialimizga pul tushdi. O'sha tushgan paytda bankka olib kirib topshirib qo'yadi pulni. Topshirmasa, ofisdan nazorat qilib o'tiradi. Srazi unga chora ko'radi, tushuntirish xati oladi. Yo'q, siz cho'rnida ishlasangiz, kassada оборот qilasiz, mashinada u yoqqa olib bor, ofisga olib bor, pastavshikka pulni ko'tarib yurdingiz-ku, xarajat ko'p o'zi. Tahlil qilsangiz, 2-3 ta odam pulni divideniyasi bilan band bo'ladi. Unga oylik berasiz 5 million, 10 milliondan. Undan 50 million, 100 million soliqni to'lab qo'yib ishlaganingiz anchagina qulayroq.
ham bemalol kengayadi-da. O'ylaydiki, ko'p tadbirkorlar men Chorniyda ishlasam, soliqni ko'p to'lab qo'yaman, Belida ishlasam deydi. Unda emas. Uni pulini o'zini сопровождениyasiga, logistikasini o'ziga, uni kastrlarni u yoqqa bor, ofisga olib kel, yo perevod qilib, perevodga 1% ber. Ko'rganmiz-da u narsalarda. Misol viloyat boshqa chekkasida tursangiz, bu yoqqa perevod qilgani nechidir qancha 500 ming 1 million rasxod qilasiz. Misol uchun. Uni olasiz, bankka olib borib topshirasiz. O'ziga yarasha xarajatlar katta bo'ladi baribir. Ikkinchidan, xotirjam yashaysiz. Albatta, set qilmoqchi bo'lsa, tarmoqli set qilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda beli qila olamanmi degan talabni qo'yish kerak. Ikkinchi o'rinda soliqlarda meni fikrim bu jamiyat puli hisoblanadi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Shu soliqning orqasidan pensiya oladi, oyliklar oladi, yo'llarimiz ta'mirlanadi. Albatta bu soliqlarni daromad qildikmi, to'lab qo'yishimiz kerak. Keyin mana kitoblarda ham ko'p yozilgan-ki, o'zingiz bilasiz, 10%, 15% foyda qilyapman desa, bu yoqda soliq to'lamagan bo'lsa, demak u foyda qilmagan bo'ladi. Soliq hisobiga daromad qilib turgan bo'ladi. Kelajagi yo'q biznes bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Tinkoff bank kitobida zo'r misol keltiradi, ular konsaltingga bor. Tadbirkor kelyaptim. Aytyapti, mana tahlil qilib beringlar, menda himchiskalarim bor. 10 ta himchiskam bor, marjam 15%. Lekin ani to'lamayman. O'sha biznesni kengaytirmoqchiman. Keyin bunda tahlil qilishadi, sizda biznes yo'q ekan. Nega desa, chunki siz biznesdan pul topmayapsiz, soliq to'lasangiz nolga chiqar ekansiz. Soliq to'lamasdan siz pul qo'ygan ekansiz. Xuddi shunday, soliq to'lamasdan. O'ylaydi, yana bitta misol, shu soliq bo'yicha gap ketganda, misol siz, men o'zim ko'p videolarda ham aytdim. Bitta tochkada siz bir oyda 1 milliard savdo qilyapsiz. Soliq to'lamayapsiz, 1 million soliq to'layapsiz. Endi shuni bitta tochkada beliga o'tdingizda, 2 million soliq to'layapsiz bitta tochkada. 10 ta ochdingiz. 10 ta ochsangiz, siz bitta tochkada bir o'zi 10 million daromad qilib turgan bo'lsangiz, misol uchun, keyin 8 milliondan daromad qilasizda, 10 ta tochka ochasiz, 80 million oylik daromadga chiqishingiz mumkin. Set qilishni orqasidan. Siz bitta tochkada o'ylaydiki, soliq to'lagan 8 million, 10 million daromad qilib olyapman deb o'tiradi, lekin beliga o'tkazib, oqqa o'tkazgandan keyin 5 ta, 6 ta, yo 2 ta, yo 3 ta qilishi bilan o'zi sirazi hali to'lagan soliqlarini albatta o'zini o'rnini bosib ketadi. Biz ham kim o'ylaydi? Masalan, birinchi tochka, ikkinchi, uchinchi tochka ochganimizda uncha katta daromad qila olmaganmiz. Sabab расширенный hisobiga belida ishlasak, albatta har qanday xarajatimiz qoplab ketadi, ko'pligini hisobiga. Zo'r gapirishganman-da, endi biznesga endi kirib ketganda o'zim ustozlarimiz bo'lgan. Ular deyishganda, Ravshan, beli ishlash boshida qiyin, lekin qaysidir nuqtada beli ishlash ozroq sanga tushadi. Ya'ni mana soliqdan qochib yuribsan, bitta soliqchi kelib, seni bosib, shtrafli yozib ketadi. O'sha summani yarmi sundan ko'ra soliqni o'zing to'laganing yaxshiroqdir. Itogo shtrafliga sen ko'proq baribir pul sarflaysan. Kimdan rozi qilib qo'yib yuborish uchun asosan o'sha pulni to'laysan baribir deb aytishyapti-da. Shunday. Biznesda, mana o'zingiz ham bilasiz, biznes ichida yuribsiz. Marketing savdo bugunga javob beryapti. Ko'proq qismi, misol, HR ham hozirgi ishlarni operatsionga qiladi. Buxgalteriya tomon 5 yildan keyin ham javob beradi-da. Misol uchun, hozir qilgan xatosi uchun xolisi 5 yildan keyin audit qilishi mumkin-da. Tekshirsa, bugungi qilgan, to'lamagan, o'sha Chorniyda ishlagan narsasi xolisi ko'tarib, misol buxgalteriyada soliqda 3 yildan keyin siz tekshirdi, ishchilarning oyligini yashiryapsiz, zatniy periodda ham oladida, 2-3 yilligini olib turib, "Mana sen 3 yildan beri shuncha xodimga mana buncha soliq to'lamay qochib yuribsan ekan" deydi-da. 3 yillik xarajatlarini, soliq hisob-kitobini qaytadan hisob-kitob siz bo'yningizga ilib qo'yadi. Baribir to'lash ehtimolingiz yuqoriroq. Ayniqsa bundan keyin tadbirkorlarga men tavsiya qilgan bo'lardim, birinchi o'rinda beli ishlashni harakatini qilish kerak. Chunki har xil qonunlar, davlat tomonidan nazorat juda ham kuchaygan. Mana yaqinda kecha kuni chiqdi. Biz xafa bo'lib o'tirgan edik, to'g'risi. Ijtimoiy soliq, ya'ni chakana savdo yo'nalishida ish haqi to'lasak, 10 million ish haqi to'lasak birovga 12% ni prezidentimiz tomonidan 1% ga tushirib berilgan edi. 2 yil imtiyozda ishladik. 2024 31 dekabr kuni tugagan edi bu imtiyoz. Xafa bo'lib o'tirdik. Biz 400 million oyiga ish haqi to'laymiz. O'ylang, oyiga 50 million xarajatimiz qo'shilib qolyapti. 30 yoshgacha bo'lgan ishchilarga 1% ijtimoiy to'lov to'lashdi imtiyozini yana 3 yilga cho'zib berdi. 2-3 kun oldin mana tarmoqli set do'konlar rahbari Zafar Hoshimov, hamma tadbirkorlar ustoz desak bo'ladi. U inson chiqib
xursandchiligidan selektordan chiqdida sразу video qilib tashlayapti. Bu tadbirkorlar, chakana xizmat savdo ko'rsatish tashkilotlarida hammasi xursand bo'ldi. Kerak bo'lsa ishxonasida bayram bo'lib ketdi. Bizda ham shunaqa. O'ylang, oyiga 50 million, 100 million atrofida biz kichkina kompaniyada ham misol uchun daromad qilishni boshlayapti. 1 yilga degani bu 500 million, 600 million atrofida bitta imtiyoz orqasidan foyda kelib tushyapti. Sizga. Menga. Zo'r. Xo'p, aka, bizni bel ishlaymiz zo'r. Lekin bozorda aksariyat bel ishlanmaydi. Buni men ko'rib turibman. Misol uchun men Malikaga borib qanaqadir maishiy texnika olsam, menga chek berilmaydi. Endi shu darajada madaniyat shakllanganki, men so'ramayman hamda. So'ramaysan. Xo'p, zo'r. U beli xohlasa ham ishlamaydi, chunki boshida tushgan tovarni prihod qilish kerak. Inventarizatsiya qilmagan. Keyin menga nasiya savdoga lekin beryapti. Demak, o'zi nasiya savdo qilyapti. Agar men pulni bermasam, qanaqa qilib mendan undiradi pulni? Shartnomasi bo'ladi siz bilan. Qonunda yozilgan o'zaro shartnoma qiladi. Shunga asosan undirish mumkin. Undiradida sizga undirgandan keyin o'zini kassa apparatiga urib qo'yish mumkin. Pulingizni olgandan keyin. Siz bermasangiz, endi shartnomasi to'g'ri qilingan bo'lsa, u ham yutib chiqishi mumkin. Yo'q, noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, siz yutib chiqishingiz mumkin. Lekin chestnosti masalan sotish bilan kassa apparatiga urilmagan u narsa boshqa bo'lmagan bo'lsa, ertadan keyin yutqizib qo'yish ehtimoli juda ham yuqori hisoblanadi. Albatta, biz biznesni boshlaganimizda eng katta 2 yil oldin mana shu Belida ishlashni boshlagan bo'lsak, eng katta og'rig'imiz shu bo'lgan. Sabab O'zbekistonda eng tanilgan distributsiyalarga borsak ham Belida ber smartfonni yo Bitoy texnikani desak, ya endi qilib bera olmaymiz u narsani dedi. Bugunga kelib shu narsani qilib beryapti hozirgi kunda. Hamma tomonlama Belida, masalan, Samsung smartfonlar 1 yil oldin 100% Belida olyapmiz. Misol 1 yil oldindan. Hozirga kelib bozor bilan biz raqobat qila olamiz. Chunki Samsung 100% Samsung, Redmi, Honor degan smartfon bozorga ham bir xil narxda beradi. Hammada hozir Belida bo'lib qoldi. Bir xil, hammasi Belida hozir. Demak, hozir iPhone da raqobatlasha olmaysiz. Yo'q, iPhone da raqobatlasha olmaymiz. Cho'rni bo'lib kiryapti. Ha, iPhone da yana birinchidan Belida kirmaganligi, birinchidan, ikkinchi sababi men o'zim katta qarshilik qilaman. iPhone qimmat gadjetlarni nasiyaga olmaslikni tavsiya qilaman. Shuning uchun bizning do'konlarda deyarli u narsa yo'q. Eng qimmat smartfon 5 million 6 milliongacha. Chunki nasiyaga iPhone'ni olish qanchalik darajada aqlga to'g'ri keladi yo to'g'ri kelmaydi, uni bir oldin o'ylab ko'rish kerak. Shuning uchun biz u narsaga kirmaganmiz, to'g'risi. Masalan, mobilograf kirib olmoqchi bo'lsa-chi? Olmoqchi bo'lsa, paka bo'lishi mumkin, lekin bizda u narsa yo'q hozirgi kunda. Chunki belli emas u narsa, sota olmaymiz hozir. Zo'r. Lekin adashsam qanday qonunchilik chiqyapti? Qonunchilik chiqadi. Nima bo'yicha? Imeka bo'yicha qonunchilik chiqdi. 25-yildan kuchga kirdi. Hozir barcha smartfonni olib kirildi. Olib kirgandan keyin oldin chegaradan olib kirgan vaqtda $8 to'lab qo'yardingizda, imekani registratsiyaga o'tkazib ketaverardingiz. Hech qanday tamojniy yo soliq aralashmasdi. Hozir $8 to'lasangiz, soliqning bazasi, tamojniy bazasiga borib keladi. Borganda bu rasmiy kirganmi yo norasmiy kirganmi deb so'rab keladi. Yo norasmiy kirgan bo'lsa, birinchi tamojniga 20-25% xarajatingiz to'lab qo'ying deydi, solig'ingizni kirib kelishda. Keyin sizni imekangizni ro'yxatdan o'tkazamiz deydi. Yo'q, imekani ro'yxatdan o'tkaza olmasangiz, 1 oy ichida telefoningiz blok bo'ladi. 25% u taxminan bir $300 bo'lyapti-da. Shu iPhone'dagi shuning uchun narxi ko'tarilib ketib qolish ehtimoli bor. Rasmiy kiritishni boshlaydi. Endilikda shunaqa qonun chiqdi hozir. Kichkina telefonlar, arzon telefonlarda deyarli shu narsaga o'tib bo'ldi. Qimmatlarida hozir sekin navbat bilan o'tishni boshlamoqda. To'g'ri tushunammi? Hozir har bitta iPhone narxi 25% ga ko'tariladimi endi? Ko'tarilish ehtimoli bor. Agar shu kuchga kirib, talab kuchayib borsa, $7 ga bitib turgan narsasi endi tamojniydagi rasmochka xarajatlarini ham to'lashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Tushunarli. Qarang, mana narsani aytyapmiz. Bitta tadbirkor demak menga nasiya beryapti. Do'g'ri hammasi cho'tki tuzyapti. U agar men pulni vaqtida berayotgan bo'lsam, biz norasmiy do'g'ri bilan ishlab turibmiz. Lekin men pulni bermay qo'ysam, u do'g'ri bitta rasmiylashtiryapti, kassaga chek uryapti. Keyin sud orqali mendan pulni olishni boshlaydi, to'g'rimi? Tovarni bergan tovarni boshida kiritmagan-ku, inventarizatsiya qilib, zadniy chislom kiritib qo'yadimi keyin? Yo'q, u yerda muammo bor. Ichigacha kirmaydi hech qanaqasiga hozirgi kunda. Qaysidir aqlli bir mijoz shu narsaga yaqinlashib kirib borsa, oxiriga borsa muammo kelib chiqadi.
Chunki siz tovarni 5 millionlik tovarni oldingiz. Hozir olsangiz 5 million, 1 yilda to'lasangiz 7 million bo'lyapti. Siz bilan o shartnoma tuzganda 7 millionga sotdim deydi. 7 millionni 1 yilda, misol uchun 600 mingdan to'lab borasiz deydi. Siz 6 oy to'ladingiz. To'lagan pulingizni balki siz kassapiratga urgandir, urmagandir. Lekin bundan buyog'iga to'lamasangiz, olgan pulingizni suddan pulni olsa kassapiratga urib qo'yadi. Endi uni ichiga chuqurlashib borsa, albatta tadbirkorlar yutqizib qo'yish ehtimoli yuqori. Chunki nimani sotgansan deb savol paydo bo'ladi-ku. Nega kiritmagansan unda o'zing aktivlaringga bu mahsulotni? Tushunarli. Qarang, hamma menga agar norasmiy sotayotgan bo'lsa, chunki men surishtirganimni tanishlar baribir oladi. Nasiyaga kreditlar olishadi, Shunaqa tanishlarim bor ekan, so'rasam, ko'pchilik olayotgan ekan. Endi hammasi agar asosan norasmiy olayotgan bo'lsa, men ham bitta narsa savdo biznes ochyapman. Men hozir menga qarab mijoz kelyapti. Men unga yana beryapman narsa. Reyestrdan qarayapman, hech qanaqa qarzlari yo'q. Lekin u hamma joyda norasmiy olib chiqqan bo'lishi mumkinmi? Lekin meni reyestrimda u ko'rinmayapti. Demak, hozir banklik, mana nasl savdo 3-shaxslar, ular hozir qiynalyaptimi aniqlashga u odamda rostdan qarzi bormi, yoki yo'qmi? Hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri shu. Yaqinda yanvar oyida Markaziy bankda shu qaysidir departament rahbari chiqib intervyu berganda aytib o'tib ketdi. Kutilayotgan narsa taxminan shu 5-6 oy ichida qaror chiqish ehtimoli yuqori. Qanday holatda har qanday nasiyaga berib turgan mahsulot xuddi mana shu nasiya bozorida tahlil qilib tartibga solmoqchi. Juda ham katta summada oborot bo'lyapti hozirgi kunda. Xuddi shuni eng asosiy muammosi mijozlarda qarz yukini tahlil qila olmayapti. Xuddi siz aytgandek hozir. Rasmiy olmagan bo'lsa, qaysidir do'kon rasmiy sotmagan, u programmaga Markaziy bankda yo KTM degan programma bor, unga kirgizmagan. Qarzdorlikni ko'rsatadigan, ro'yxatga oladigan. Bizdan sotib olsa, albatta kiradi. Alif, Uzum nasiya orqali sotamiz. Ular rasmiy beradi, ma'lumotini kirgizib qo'yadi. Hozir shunga kutilayotgan narsa har qanday o'zaro nasiya savdoga, misol siz do'kon ochdingiz, o'zingizni yoningizdagi pulingizdan nasiyaga mahsulot bermoqchisiz. Endi Markaziy bank tomonidan nazorat qilish qarori chiqish ehtimoli yuqoriroq. Ya'ni qanday bo'ladi? Mikrokredit tashkilotlarga nasiya savdo qilishga ruxsat berildi. Xuddi shunaqa, yo litsenziya olib ishlaysan dedi. Yo bo'lmaganda bizi programmaga MCZ shaklida a'zo bo'lasanda, Roshanbek 10 million qarz oldi, ma'lumotni yuklaysan dedi. Ma'lumot yuklandi degani u rasmiy bo'ladi albatta. U kassaparatiga ham urib qo'yish kerak. Hali chorniy biznes o'z-o'zidan beyliga o'tib ketadi. Shuning uchun bu yerda signal bo'lish kerak. Tadbirkorlar borgan sari, ayniqsa nasiya savdo bilan o'zaro shug'ullanib turgan tadbirkorlar sekin astalik bilan biznesini beyliga o'tkaza oladimi? Shu narsani o'ylash kerak. Taxminan 1 yil ichida bu narsa kuchga kirish ehtimoli yuqori. Mana 1 yil, 1,5 yil oldin markirovka degan narsa betovoy texnikada yo'q edi. Hozir markirovka degan narsa chiqqan, har bitta tovarning kodi bo'ladi. 2 yil oldin aytganda biz ishonmaganmiz. 1 yil oldin soliq shuni qo'lladi, juda ham katta jarimalar qildi. Hozir har bir bitovoy texnika, misol konditsioner keldi, o'zining kodi bo'ladi. Xuddi shuni sotamiz, chiqib ketadi, kassaparatga uramiz, mijozga boradi. Buni ishlab chiqaruvchidan boshlab iste'molchigacha borsa, nechta tashkilotdan o'tgan bo'lsa, hammasini firmasi ko'rinib turadi. Xuddi shunga o'xshab endi qarz ham o'sha Markaziy bankda ro'yxatda turadigan, masalan, kreditga o'xshagan nasiya savdoni ham ro'yxatga oladigan joyda turadi. Ertaga bankka borsangiz, kredit olmoqchiman yo ipoteka olmoqchiman desa, "Men bu do'kondan buncha olgan ekansan, bundan buncha olgan ekansan, sizni daromadingiz buncha kredit olgani yetar ekan" deb tahlil qiladi. Bu birinchi o'rinda iste'molchilarga foydali. Sabab oddiy insonlar har doim men bankda ham ishlagan bo'lsam, keladida nasiyaga yoki kreditga olib turgan vaqtda 3 oyda to'lab yuboraman dedi. Hali insonni ko'rsangiz, albatta 90% qiynaydi. Aka beravering, 3 oyda to'lab yuboramiz bu narsani dedi. Biz sheriklar bilan gaplashib qolamiz, keyin bu to'xtab kuzataylikchi desak, albatta 60-70% o'sha insonlarni vaqtida to'lamaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda tahlil qilib, mijozni o'zini oyligidan kelib chiqqan holatda qarz yukini to'g'ri tashkil qilib berilsa, nasiya savdo bozori buzilmaydi. O'zaro berib, o'zini hisob-kitobiga, o'zini savdosini bugun ko'tarish uchun harakat qilib, boshi bilan kirgan har qanday mijozga bera turgan, o'zaro bera turgan tadbirkorlar hozirgi kunda
bozorni ham buzib qo'yapti, mijozni ham buzib qo'yapti. Mijozni buzyapti deganimiz, mijozni qarzi ko'payib ketyapti. Bankka borsa ham ololmaydi, olsa ham agar ro'yxatda turmaydigan holatda qarz olib, bankka borib ham qarz olib qo'ysa, o'rtada mijoz o'sha bankrotga uchrab ketyapti. Oilaviy problemalar shuning orqasidan qanaqadir oson pul topish yo'llariga ham o'tib ketyapti-da, adingi spet uni o'ynayman deydi-da, pul topaman, bankda yopaman deb o'ylab qolyapti. Birinchi bizning vazifamiz, har qanday tadbirkorlar bilish kerak, bankdagilar ham shuni bilishadi. Mijozni imkoniyat yetadigan darajada qarz berishimiz kerak. 10 million oylik oladimi? Maksimum 4 million, 3 million. Qaror bizda bo'lsin, u o'zini anusini noto'g'ri baholayotgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Mijoz bilmaydi, u emotsiyada hozir sotib olaman deb qiziqaveradi. 10 million oylik olaman, 7 million oylik to'lay olaman. Yo'q, noto'g'ri narsa. Bir oyligini 30% dan oshmaydigan holatda iloji boricha qarz berish kerak har bir insonga. Chunki uni oilasi bor, ko'chada yurish-turishi bor, xarajatlari bor-da o'ziga yarasha. Lekin hozir kimdir oyligidan 100% dan olyapti. 100% dan o'tib ketgan. Endi ro'yxatda turmasa, siz o'zingiz xohlaganingizcha beraversangiz, men o'zim xohlaganimcha beraversam, uni bitta baza bo'lmasa, ma'lumotlar bazasi bo'lmasa, qayerdan bilamiz u inson qayerdan olgan? Balki o'zi 5 million oylik olib 100 million qarzi borlar bor hozir. Mana hududlarda biz doim kuzatib turamiz. Mashinistva bo'lib ketgan ular. Noto'g'ri tushunyapman, hozir o'zaro nasiya savdo qilayotgan odamlarda ko'pchilik mana tahlil qila olmayotganligi uchun nevazrat soni foizi juda katta va shu dipan moliyaviy inqirozga uchrayapti kompaniyalar demak. Hozir uchramagan bo'lishi mumkin, etap-etap uchrashni boshlayapti. Kichkinalari inqirozga uchraganlar juda ham ko'p. Ochiladi, 3-4 yilda yopilib ketadi. Tahlil qilmasdan bergan hisobiga. Chunki puli ko'chada qolib ketyapti. Ko'chada qolib ketadi-da, birinchi o'rinda. Ko'chaga berishdan oldin siz kimgadir qarz bersangiz, o'ylaysiz unga qaytaradimi yo'q? Tem bo'li u mijozni tanimaydi. Hattoki hozir siz o'rtog'ingizga berganda ham o'ylaysiz, bera oladimi yo'qmi deb. Ko'chadan begona kelsa, uni chuqur tahlil qilmasdan bugungi savdosini o'ylayapti-da. Bugun men savdo qilib olishim kerak. Ketsin. Bu yerda eng asosiysi kirgan eshigingdan chiqish bor degan masala bor-ku. Kirdingizmi, uni berdingizmi, uni qaytarib olish haqida o'ylashimiz kerak-da. Qarindoshiga berishga o'ylanadi, lekin begona mijoz kelib turib ko'chadan menga 10 millionlik tovar ber desa, savdo qilish uchun beraveradi. Unda meni savol tug'ilyapti-da, nega katta kompaniya, o'sha Alif Uzumlarni aytyapsiz, Anor banklarni aytyapsiz, nega o'sha katta kompaniyalar o'syapti, nega ular bankrot bo'lmayapti? Chunki ularda ham shu muammo borku, o'zaro kredit olgan insonlar, nasiya savdo qilayotgan insonlar kelib bu servisdan ham pul olib chiqib ketishi mumkin-ku, rasmiy. Xo'p, ular nega o'sadi? Ularda mijozlarni to'lab berish protsenti yaxshiroq. O'zaro berdingiz, siz o'zingiz bersangiz 20% inson, 5 dan 1 odam to'lamasa, ularda 5-10% bo'lishi mumkin. Sabab nimaga? Insonlar bularni qonun ishlaydi. Xohlagan vaqtda pulini undira oladi. Sotib turganda mahsulotni rasmiy urib qo'ygan. Sudga bersa ham yutib chiqadi har tomonlama. Shuni mijozlar aqlan biladi. Mana sizga realniy bitta case aytaman. Biz do'konga keladi. Chirchiqda bo'lib turgan vaziyat, Chirchiqda do'konimizda bir mijoz keldi. Tekshirib ko'ringlar deyapti. Men filiallar aylanib yuraman, shu yerda kuzatib turibman. Bitta odam yetalab kelgan sherigini. O'ziga bermagan sherigini yetalab kelgan. Bizda narx arzonligi uchun sizlardan olay deyapti. Keyin sherigini yetalab keldi, u 5 ta 6 ta hamkorlarimizga, fintech moliyaviy kompaniyalarga yigitlar tashlab ko'ryapti, hech qaysi limit bermadi. Keyin chiqib ketishda eshitib tursam, yur deydi. Ketdi. O'tdagi mana bu do'konga boramiz. Bular uncha-munchaga qaramaydi, bosaveramiz, keyin to'laymizmi yo'qmi deb chiqib ketyapti. Oddiy case. Bunaqa case kuniga hamma do'konimizda kamida 5 ta 10 talab bo'ladi. Chunki biz eshitamizda u narsani. Bizda rasmiy berganligi uchun hamma tomonlama tahlil qiladi, oyligi yetsa keyin beriladi. Shuni hisobiga ko'pchilik, masalan, biz yana qiyin tomonimiz 100 ta odam olib kelsak, 20-25 tasiga bera olamizda. Hozir siz o'zingiz yo birorta частный sektordagi birorta do'kon o'zi shaxsiy nasiyaga berish tashkil qilsa, 100 ta odam olib kelsa, klient yo'qotavermay shuni deydi-da, 80 tasiga berib yuborish mumkin-da. Men u narsani xohlasam ham bera olmayman. Sabab finansiy kompaniyalar hal qiladi u tomonni. Men retail sotishimni bilaman. Siz do'konsiz. Do'konman. U finansiy kompaniyalar bersa, limit bersa, rasmiylashtirib qo'yaman, tovarni berib yuboraman, ular menga 5 kun, 1 haftada pul tushirib beradi. Kerak bo'lsa, oldindan predoplatni beradi kompaniyalar. Lekin men nasiya qanaqa qaraysiz? Mana boshida men o'ylaganman, nasiya o zo'r 45-50% yiliga deb o'ylaganman-da, lekin primoy sotsa, допустим, marjasi 5-10%. Keyin menga tanishim aytayapti,
Primo sotganim yaxshiroq deyapti. Nega desam, bu 45-50% o'sha tovarni misol uchun $1000 iPhone'dan 45-50% men 1,5 qilib olaman. Lekin undan ko'ra men o'sha minni yiliga tovar menda o'rtacha bir 20 ta sotiladi deyapti-da. Xuddi shunaqa. Tovarni bitta sotuvdan marjasidan ko'ra ba'zilari tovarni оборачиваемости muhimroq deyapti. Men 20 marta 10% da aylantirsam 200% bo'lyapti. Lekin narsaga bitta berib qo'ysam 45-50%. Ba'zi tovarlarda menga pul aylanib turgan yaxshi deyapti. Sizda ham shu hozir mentalitetmi? O'sha pulingiz tezroq aylansin bundan ko'ra? Maqsad shu, biznes qilishdan har bir tadbirkor o'zi shu narsaga e'tibor berish kerak. Bundan buyog'iga pulni tezroq aylantirgan inson yutadi. Misol uchun 40% qilib 1 yilga berdingiz. Oyiga bo'lsangiz 3,5% danmi tushadi. Oyiga, har oyga. Endi maksimum qaytib kelishi yana chiqarishingizni hisobga olsangiz 5% oyga daromad keltirsa, uni 2-3% ni berasiz undirgan. Xodim ishlatasiz, yechib olasiz plastikidan. Bu kompaniya banklarga aytasiz, yechib olganiga u 0,5%, 1% usluga oladi, kartasidan avtomatik yechib olish uchun. Bunday hisob-kitob qilsangiz, siz o'sha mahsulotni bir oyda 1 marta sotsangiz, o'sha tovarni 1 yilda 12 marta sotsangiz, retaildan 2%, 3% foyda qilganingiz bilan bir xil bo'ladi baribir. Retaildan hozir sotdingiz, srazi pulingiz tushdi, yana olib kelasizda, kerak bo'lsa 1 oyda 3 marta aylantiramiz biz bitta smartfonni. Agar shuni men o'zim nasiyaga berib yuborsam, ketdi. Birinchidan do'konimni to'ldira olmayman. Faqat investitsiya tortish bilan band bo'lishim kerak. Mesela 15 ta do'konga hozir menga $10 million investitsiya kirib ketib qoladi. Hozir $1 million bilan 15 ta do'kon boshqaryapmiz, misol uchun. Tovar olamiz etika, asosiy hamma narsasini qilish uchun shuncha pul ketgan. Agar 15 ta do'kon uchun 10 million, $15 million pul tikib olishingiz kerak. Nasiyaga o'zingiz bersiz. Ikkinchidan eng asosiy qonun qoida, men shu narsani o'zimga qo'yganman, hamma tadbirkorlarga aytgan bo'lardim. Hamma o'zining ishini qilish kerak. Retailligini qilsin. Finansiy kompaniyalar finansiy ishlarini qilsin. Birovga pul bersin, pulini undirsin. Sartaroshlik qilsin, taksistlik qilsin degan bilan bir xil bo'ladi-da bu yerda. Hozir ham men sartaroshlik qilaman, ham taksistlik qilaman desam, ikkita tomonga ayrilib ketib qolaman-da. Men ko'z o'ngimda juda ko'p kompaniyalarni ko'raman shunaqa bo'lganini. Bu yog'ini savdosini yaxshilayman desa, nasiya tomoni yomon bo'lib ketadi. Chunki xodimlariga rejalar qo'yiladi filiallarga. Kirgan mijozga berib yuborishiga to'g'ri keladi. Savdoni ko'taraman dedi-da, natijani yaxshilab, premium KPI zo'r qilib olaman dedi. Keyin undiruv tomonini to'g'rilash kerak bo'ladi. O'zaro bitta bir-biriga juda ham bog'liq. Bitta ishni qilgan eng zo'r fokusni bir tomonga qaratgan yaxshi. Xo'p. Bekzod aka, mana biz Belly biznes haqida gapirishyapmiz. Lekin men nazarimda biznesni boshida boshlatganda juda uni Belly qilish qiyin-da. Keyin ba'zi sohalarda juda katta demping bor. Ya'ni, masalan, bozorga borsangiz, u qancha 65 ming, 700 dimi bo'ldi, 65 mingga olib ketdi. 700 ming arzonroq. Hamma bir-biridan aniq qiladi-da. Men nazarimda mana shu imенно bozordagi bor sektorlar, qurilish materiallaridirmi yoki kiyim-kechakdimi, agar Belly ishlasa 90% yopilib ketadi deb o'ylayman-da. Mana bozor nisha tanlashda qanaqadir boshida bunga e'tibor berish kerak. Misol uchun ba'zi balki nishalar hozir shu darajada mana shu demping kirib ketgan va qanaqadir nosog'lom biznes model bo'lib qolganki, Belly qilib o'tda kengay olmaysiz. Mana shu nisha tanlashda qilish kerakmi yoki любой nishada men Belly biznes qurib ketsam bo'ladimi? Yo'q, любой sohada qiyin bu narsani. Biz 2 yil oldin boshlagan bo'lsak, shu Ivonni, bundan 5 yil oldin qilib bo'lmasdi shu narsani. Bozordagi qarorlar, o'zgarishlar, markirovka degan narsa, mana nasiyaga Markaziy bankning talablari kuchayishni boshlashiga 2 yil, 2,5 yilcha bo'ldi. Demak, bozorga kirsak, Bellyda ishlasak rivojlanish mumkin ekan degan qiziqish bo'ldi. Keyin bitta narsa, biz nima uchun Bellyni boshlaganmiz? Asosiysi o'sha qo'rqmasdan, misol juda katta insonlar bo'lmaganmiz, oddiy inson bo'lganligimiz uchun Bellyda ishlasangiz, sizga hech kim mishig'ingizni pish deya olmaydi hech qachon. Soliq to'lasangiz, oyiga 200 million, 300 million soliq to'lab tursangiz, podkastga chiqib daromadingiz yetsa bo'ladi. Daromadingiz yetsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Oddiy o'qituvchining farzandi 2-3 yil ichida biznesmen bo'lib ketish uchun albatta Bellyda ishlash kerak. Bo'lmasa yo'li yo'q uni. Cho'rni ishlasangiz, u bilan gaplash, bu bilan gaplash, bitta do'koningiz bitta bo'lsa, kattaroq tanishga gaplashish kerak. Unaqa narsa yo'q-da bizda. Birinchidan bu tomoni bor, ikkinchidan soliqni to'lasak, jamiyatimizga, o'zimiz ham o'qituvchi, ota-onamiz pensioner, hammasi bilamiz, moliyani yaxshi bilganimiz uchun biz to'lagan soliqlar o'zimiz uchun qaytib keladi.
Farzandimga qaytib keladi, oilamga qaytib keladi, ko'chani asfalt qiladi. Men qanchadir biz to'lagan bo'lsak, oyiga men daromadimdan 5 millionmi, 4 millionmi ish haqimdan to'lab turgan bo'lsam, xuddi shu soliqlar albatta bizni oilamizga yana qaytib kirib keladi. Mana men buni aytaman, misol uchun ta'lim sohasidan chiqqanman. Biz ta'lim sohasida shu eng katta guruhlardan bo'lganmiz. Va bittasini aniq ayta olaman, ta'lim sohasida men bitta ham bel ishlaydigan kompaniya tanimayman. 100% bel ishlaydigan kompaniya o'zi yo'q. Mana biz ko'rib turgan o'quv markazlarimi, katta mana kompaniyalarmi, istalgan ta'lim sohasida men tanigan o'sha o'quv markazi har bittasi ham deb ayta olaman, bel ishlamaydi. Bel ishlayman deyotganlar tushunma bel qiladi. Muammo nima? Ta'lim sohasida tushumingizni 40-50% bu oyliklarga ketadi. Shunaqa. Вот. Siz mayli ta'lim sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, aytaylik NDSga o'tkazib qo'yib, NDSdan ozod qilinganda, o'sha 5% dan 12% to'laymiz. Lekin tasavvur qiling, oborotingizni yarmisidan siz 24% nalog to'laysiz. Chunki oyliklar ketyapti-ku. Oylikdan siz uni 12% bor, o'zingiz 12% bor-da. Shunaqa. To'layotganingizda juda ham katta naloglar bo'lib ketyapti. Hozir ta'lim sohasida men qanaqa tendensiya ko'ryapman? O'sha 12% ni o'sha 24% ni to'lamaslik uchun tushumlarni polni belli qilyapti va konvertda oyliklar berilyapti. O'sha divizent nalog kechib o'sha berishyapti. Rasmiy ishlaydiganlarga qanaqadir summasini beradi. Misol uchun o'zi xodim ustoz 15 million olsa, 1-2 millionini plastikdan beryapti-da. Bozor shunaqa, to'g'ri. Men o'zim mana shu sohada ishlagan shaxs sifatida ayta olaman, rostdan qiyin mana belli qilmoqchiman-da, qanaqa qilishni bilmayman. Xarajatlarni optimizatsiya qilishni yo'lini ko'rmayapman. Siz bu yerda bir muammo, biznes egalarini o'zi buxgalteriyani ichini qisman bilish kerak, o'rganish kerak bilmasa. Beliga o'tkazsa bo'ladi hamma sohada. Misol uchun siz ko'chada yuryapsiz, oshxonaga yo qayerdadir komandirovkaga chiqyapsiz, boshqa qilyapsiz. Hammasi, masalan, menda korporativniy karta bor. Ko'chaga chiqsam ham shundan to'layman, benzin qo'ysam ham shundan to'layman, hamma narsa bor. Xarajatlarimni men beliga tiqib yuraman. Siz buxgalteriyani zo'r bilsangiz, masalan, hozir Murod aka mana top bo'lsa, Murod Muhammadjonov borsangiz aytadi, har qanday chorniy biznesni beliga o'tkazib berish yo'llarini aytadi. Xarajatlarni to'g'ri taqsimlab, moliyaviy natijalarga olib kirganingiz sari siz bu yoqda foyda solig'idan, bu yoqda ish haqlarida soliqlaridan yutishingiz mumkin. Har qanday ta'lim sohasida ham shunaqa qilsa bo'ladi. Tem bo'l imtiyozlari bor hozirgi kunda. Marjalarini set qilganda problema, misol uchun eng katta muammo set qildi, qaysidir filialiga naqd pulda tashab ketadi, uni yana pullarni yig'ib, bir 5 ta, 10 ta, 20 ta odam naqd pulda divideniyasi bilan band. Unga o'zi 5 million, 10 milliondan pul beryapti. Menda qarang, ofisimda 8 ta, 9 ta, 10 ta odam ishlaydi. Nimaga? Beli bo'lganim uchun. 10 ta, 12 ta odam ishlaydi maksimum. 10 ta odam 10 ta odam biznesni boshqaradi. Endi 3 ta, 4 ta call center bor, u alohida masala. Buxgalteriyada bitta ikkita, logistikada bitta ikkita, misol uchun, HRda bitta ikkita, sabab programmaga tizimlashtirganmizda, belilashtirishni qo'shganmiz. Taxminan agar beli ishlamasangiz 30 ta odam ishlatishingiz kerak yerda. 20 ta plyusga 5 million oylik bersam, men 100 million pul to'layman bu yoqda. Soliqda undan 100 million, 150 million soliq to'lab qo'yganim tinchroqda menga. Shuning uchun ta'lim sohasida imtiyozlardan foydalanish kerak. Biz sizga podkast boshida aytib ketdim. Biz oylik to'lasak, ijtimoiy soliqdan imtiyozimiz bor hozirgi kunda. 30 yoshgacha prezidentimiz cho'zib berdi. 24% emas, 13% to'laymiz общий. Xodim o'zi 12% to'laydi, biz 1% to'laymiz. Lekin xarajat biz 12 ni ham o'zingiz to'lab berasiz. O'zimiz to'lab beramiz. Xodimi nomidan biz to'lab beramiz. Men qanaqa xulosa qilyapman? Men biznes qilyapmanmi? Men O'zbekistonda boshqa biznes qilyaptimmi? Biz ko'pincha shu soliqdan qochib, demping qilib o'zimiz arzon narxga sotyapmiz-da. Hozir hammamiz belda ishlashimiz uchun biz narx ko'tarishimiz kerak. Lekin bu UFC ga o'xshaydi. Hamma doping qilyapti. Hamma demping sifatida qilyapti. Biz doping urmasdan, steroid urmasdan chiqa olmaymiz oktagonga-da. Chunki siz hozir agar doping urmasdan chiqsangiz, sizni raqibingiz doping urayotgan bo'ladi. Xuddi shunday. Ya'ni biz o'zi aslida menimcha mahsulotlarimizni, xizmatlarimizni sotish narxidan arzonroq sotaveramiz-da. Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Moliya model o'shaning uchun bunga moslanmagan-da. Moslanmagan. Lekin bunga vaqt kerak. Masalan, oxirgi 2016-yildan bu yog'iga o'zgarishlar bo'lib tartibga tushgan bo'lsa, oxirgi 4-5 yildan boshlab beli bizneslar ko'payishni boshladi. Misol uchun 5 yil oldin fast food sohasidagi eng nomer adellarga kirsangiz ham sizga qo'lingizga chek bermasdi. Meni odatim nima? Benzin quyamanmi? Do'konga kirib mahsulot olamanmi? Albatta chekini so'rayman. Maqsadim hamma narsa beliga o'tsin.
erkin raqobat bo'lsin degan maqsad bo'ladi. Erkin raqobat bo'lsin. Beliga o'tkazsa narx ko'tariladi degani emas hech qanaqasiga. Noto'g'ri fikr bu. Beliga o'tkazsinda xarajatlarini ham beliga o'tkazsa, oqqa o'tkazgandan keyin o'z-o'zidan boshqa soliqlardan yutadi u. Balki foyda solig'ini ko'p to'lab yurgandir. Tushumiga qaraganda. Misol uchun 1 milliard tushum qilyapti, 500 millionni tushiryapti. O'rtada 20% marjasi bor. 100 million daromad qilyapti. Undan 15% foyda soliq to'lab turgan bo'lsa, ish haqisini, boshqa narsani 1 milliard hammasini tushum qilib ko'rsatsa, u misol uchun 200 million daromad qiladi. U yoqda foyda solig'ida 15 million emas, 30 million to'lashi mumkindir. Misol maksimal. Lekin u ish haq xarajatni, ijara xarajatni, hamma narsani xarajatlarni olib borsa, yana 15 million to'laydi baribir foyda solig'ida. Buni ilmini tushunadigan insonlardan o'rganish kerak-da. Ya o'tkazib bo'lmaydi emas, hammani o'zidan o'rganish kerak-da. Hammani, misol soliqni tushunadigan coachlar bo'lsa, shularga borib, aka men beliga o'tmoqchiman. Qilsam bo'ladimi, yo'qmi deb so'rash kerak. So'rasa u aniq javob kartinkani beradi. Chunki ularda tajriba juda ham yuqori. Menga bilasizmi, uni tuyulyapti. Ertami kech o'sha hukumat o'zini qonunlari bilan, o'zini yangi tizimlar bilan hammani majburlaydi beliga o'tishga. Ya'ni mana hozir nasiya savdoni haqida gaplashdik. Yangi qonunlar chiqyapti, yangi tizim. Hozir keyin bilishim bo'yicha iPhone'larni postavka qiladigan hozir bitta yangi tashkilot ham ochilyapti. Ha, bitta shu monopolist bo'ladi, lekin zato hamma bel ishlashni boshlaydi. Bel ishlashni boshlaydi. Hozir ham bor. Masalan, taklif beradi. Shu bozorda 1100 dollarlik iPhone'ni belida olsangiz 1300 olasiz. Men uni do'konga qo'ysam raqobat ham qila olmayman. Faqat naqdga sotadigan bo'lsam ham qanday kim 200 dollar qimmatga oladi? Ola olmaydi-da. Shuni bir xillashsa, harakat qilsa shu narsani xarajatlarini to'g'risi 20% ustiga qo'yilmaydi. 10% bilan balki 15% bilan narx farq qilishi mumkindir. Itog boratda iste'molchiga narx ko'tarilib borishi mumkin. Lekin iste'molchi o'sha xarajatlar to'lagan hisobiga byudjetga pul tushadi, yana o'zimizni bozorga kirib keladi pul qaytib. Ha, pul qaytib keladi. Qaytib keladi. Shuni tushunish kerak har bir iste'molchi. Misol men 5 million oyga soliq to'lab turgan bo'lsam, ish haqimdan o'zim shaxsiy soliq, biznesniki emas. Siz 5 million o'zingiz misol xodim sifatida to'laysiz. Xodim sifatida 5 million to'lasam, ish haqi olganim hisobiga yo dividendlar hisobiga to'lasam, misol 5 million, 6 million, balki 10 million. Shuni qanchadir qismi men oilamga kirib keladi. Dadam 4 million pensiya oladi. Ayam 4 million pensiya oladi, misol uchun. Ayolim ishlaydi maktabda. U ham kamida 4 million, 5 million oylik oladi, misol uchun. Bunday hisob kitob qilsak bo'ldi, 10 million, 12 million pul bizga oilaga. Men 5 million to'layapman, 10 million pul qaytib kelyapti. U pulni qaytish kerak-ku. Qaytish kerak, ba'zi o'zimizga kelyapti shu narsa. Shuning uchun meni qarashim shunaqa. Endi boshqa tadbirkorlar qanday? Masalan, bozorda bir tadbirkor desak, endi kimgadir tegib ketish shart emas. Pul ko'p juda ham. Belida ishlamaydi, hech qanaqa soliq to'lamaydi. To'lasa 500 ming ATT qilib to'lab qo'yapti. Lekin больницаga boryapti-da, nimaga mening oilamga qaramayapsan, deyapti, misol uchun. Yo maktabga borib nimaga yaxshi o'qitmayapsan? Nimaga yaxshi o'qitish kerak uni oilasi? Nimaga yo'limiz yomon? Nimaga Toshkentda hamma joyda chuqurlar ko'p, deyapti. Gapirsa tepada unisi bunisi deydi. Yo'q, endi u nima deydi? Birinchi o'rinda vazifamizni qilaylik. O'zimiz avval 100 million daromad qilyapti-da, 5 million, 10 million soliq to'lab qo'yishdan qochyapti-da. 500 ming to'layapti, lekin больницаga, maktabga boryapti, yo yo'llarni ko'rib e'tiroz bildiryapti. Ha, u to'lagan inson keyin talab qilsa bo'ladi. To'lamasdan turib, misol uchun bermasdan turib olishga harakat qilyapti, misol. Shuning uchun tadbirkorlar qarashdi. Davlat nima qiladi? Davlat o'zimizdan olgan soliqni распределение qiladi-da, yana qaytarib byudjetga chiqaradi, xalqqa chiqaradi, rahbariyatda ishlayib turganlar oyligini oladi. O'sha rahbariyatda ishlayib turganlar ham kimidir dadasi, kimidir ayasi, kimidir opasi, kimidir akasi ishlaydi shu yerda. Shular o'zimiz xalqimizning ichidagi insonlar. Aytmoqchimanki, bu yerda qarash to'g'ri qilish kerak. Berdikmi albatta bizga kirib keladi. Mana menda oddiy 5 million soliq to'lasam 10 million kirib keladi biz uyga. Ya'ni siz fikringiz bo'yicha soliq to'lamayotgan tadbirkorlar talab qilmasa ham bo'ladi. Qilmasa ham bo'ladi. Endi qilsa ham vazifani bajarib qo'yaylik. Mana umuman har tomondan, din tomonidan, boshqa ko'cha tomonidan ham, hamma tomondan hisobga olsak, oldin vazifamizni qilib qo'yaylik, keyin boshqa narsani talab qilaylik. Agar vazifamiz to'g'ri qilib qo'ysak-chi, o'sha narsalar talab qilish ham shart emas. O'qituvchiga 3 million, 4 million oylik emas, 10 million oylik olsa, zo'r o'qitib qo'yadi o'zi. Majbur talab. Shifokor 3 million, 4 million, 5 million emas, 10 million oylik olsa, o'z-o'zidan
U ham zo'r ishlaydi. U shifokor 10 million oylik olsa, bozorda turgan tadbirkor kiyim sotadigan akamizga borib 100 minglik futbolka olmaydi u. U 200 minglik futbolka oladi, chunki daromad yaxshi. Hozir 5 million daromad olyapti, bozorda 100 minglik futbolka sotyapti, 100 minglik sotilyapti. Bozor xalqimiz ichida daromad kam-ku. Nima sababdan? Byudjetda, zavodlarda, boshqa tashkilotlarda oyligi pastligi uchun pensionerlar hamma narsa byudjetga tushgan tushumdan qarab taqsimot qilinganligi uchun Yopilgan dumaloq deyapsiz-da, hamma narsa bir-biriga aylanadi bitta joyda. Aylanadi. Bozorda pul aylanadi. Shu pul mana 2 yildan beri ozgina bozorimizda pul kamaygani uchun ozgina qiyinchiliklar bo'lyapti. Ko'rpa teshikni ostiga bosib qo'yganlar ham ko'p. Eng katta xato bosib qo'ygan pullar eng katta xato. Misol men cho'ntagimda hech qanaqa pul turmaydi. Nimadir xarajatim bo'lsa, shu yerdan olamiz. Misol uchun dividend qilib bo'ldi. Uyimda ham hech qanaqa pul turmaydi, bizda yo'q. ishlamayapti-da. Men Xitoyda universitetda o'qiyotganimda iqtisodiyot fanimizdan ustozimiz zo'r tushuntirib bergandi-da. Men tasavvur qil, mana 3 kishi o'tiribmiz. Mana bizda $100 bor-da. Senda $100, menda $100, yo'q, 3 shaxsimizda $100-da. Bo'ldi. Bir oyda biz bir martadan birimizdan narsa sotib oldik-da. Anunda aytaylik $300 aylandi. $300 aylandi. Ha, endi tasavvur qil, biz birimizdan 10 martadan sotib olamiz-da. Uje $300 emas, $3000 aylanyapti. Lekin $3000 aylanyapti, lekin o'sha $300 deyapti-da. Pul ko'proq aylanishi kerak va o'rta qatlam yo'q bo'lgan davlatlarda mana shu juda katta muammo. Chunki o'rta qatlam doim pulni aylantiradi. Yuqori qatlamda eng katta muammosi kapitalni bosib qo'yib, uni ishlatmaydi. Ya'ni kapital juda ham cheklangan odamlar soni qo'lida jamlanib qolgan. Va mana shu muammo. O'rta qatlamni ko'p pul aylantiradigan davlatlar doim boy bo'ladi deb tushuntirgan bum bo'lganda. O'zi bozor qonuni shu, sizdan olaman, siz boshqasidan olasiz, yana aylanib keladida, yana o'zimga qaytib keladida. Misol mana quruvchi desak, oddiy qishloqdagi quruvchilar keladida, misol men imkoniyatim bo'lsa, men uyimda remont ishlarini qiladi, 5 million 10 million pul oladi, ertaga men do'konimdan narsa oladi shu. Yo boshqa do'kondan oladi. Baribir itog aylanib keladi. Soliqqa pul to'lasak ham shu qaytib keladi. Kimdir oyligini, kimdir qilgan xizmatini pulini yaxshi berib, joyida bersak, u ham o'zimizning mijoz bo'ladi-da, yana o'zimizdan mahsulot oladi. Bozor qonuni shu-ku, aylanib turadi albatta. To'lagan solig'imiz ham qaytib keladi. Kimgadir pul to'lab narsa sotib olsak, o'sha pul yana o'zimizga qaytib keladi baribir, qanchadir miqdorda. Bekzod aka, mana narsachilar haqida gapirayotganimizda, siz aytyapsiz, u o'zaro kredit berishyapti va xalqni qiynab qo'yishyapti. Mana shu nasiya berib va hokazo. Ya'ni gap qanaqa bo'lyapti? Bular noto'g'ri ishlab xalqni qiynayapti degan shunaqa podtekstda ma'lumot berilyapti. Lekin mana shu yerda sal boshqa fikrlayman-da, ya'ni xalqni o'zi mana shu nima desam, mana shu yamaga tusha olmaganmi? Mana shu qarz yamasiga. Ya'ni nega qaysidir shaxs o'zini mana 10 million pul topyapti-da, 30% gacha kredit olish mumkin. O'sha 3 millioniga qarab, o'sha ko'rpasiga qarab oyoq uzatmayapti-da. 10 milliondan 6-7 millioniga kredit olib tashyapti-da. Nega biz tadbirkor sifatida unga rahmimiz kelishi kerak? Xo'p, bu masala bundan 6-7 yil oldin biz bozorda hali bunchalik eshik ochiq bo'lmagan kredit, nasiya bozorida, misol bankdan kredit olishingiz uchun bir hafta 10 kunlab, bir oylab kutishingiz kerak bo'lgan. Madaniyat hozirgi kunda shakllandi. Avval 100 ta odamdan 100 tasi tavakkalliga olavergan bo'lsa, hozirga kelib qiynalyapti, to'lashga qiyin bo'lyapti-da, 100 tadan 30-40 tasi o'ylab oladigan bo'lishni boshlayapti. Bizda kredit, nasiya madaniyati unchalik kuchli bo'lmagan. Hozirga kelib hamma hisob kitob qiladi. Chunki bir marta yamaga tushgandan keyin o'ylaydi ikkinchi marta. Shuni albatta mijoz o'zi o'ylash kerak birinchi o'rinda, lekin o'ylamasa ham bu yoqdagi tushungan tadbirkor sifatida buni unga aytishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Misol bankka borsangiz, siz hozir qayerlardandir qarzingiz bo'lsa bermaydi. To'g'rimi? Xuddi shuningdek, nasiya do'konlarda ham shu narsa tashkil qilinsa, insonlarning majburiyati, qarz yuki kamayib qoladi, anchagina tartibga tushib qoladi. Hozir bankka avtokredit olaman dedingiz, sizning oyligingiz 5 million, Malibu olaman deb boryapsiz. Beradimi? Bermaydi. Oyligingiz yetmaydi, o'rtoq, dam olib turing, bo'lmaydi deydi. Lekin qaysidir o'zaro buni tahlil qilmasdan berib turgan do'kon uni hisob kitobini qilmasdan berib qo'yapti. Demak, bu yerda mijozda ham bor albatta. Qanchadir qismida yarim ayb shu do'konlarda ham bor. To'g'ri berish kerak. O'zini ham qiynamaydi, mijozni ham qiynamaydi.
Bugunini o'ylab, bugungi savdosini o'ylayapti-da, kelajakda o'zini ham qiyinchilikka solyapti. Mijozni ham solyapti. O'rtada sen menga borishga to'g'ri kelyapti. Mijoz bilan do'kon, do'konni xodimlari mijoz bilan tortishadi doimiy. Men mana 10 yil davomida mana shu undiruv sohasi, bank sohasida ko'rgan bo'lsam, telefon qilib undirib olish eng katta muammo. Nima uchun shuni berishda to'g'ri tahlil qilib bermaydi, men tushunmayman shu narsani. Ya'ni qanaqa qilib undirasiz pul yo'q bo'lsa? Qanday undirasiz? Qiyin-da, yo'q-da u narsa. Uyga borasiz, unday oxiri sudga berasiz. Uni nimasiga? MIPga boradi, uyda xolodilnigini olib chiqib ketadi, uni olib chiqadi. Yetmaydi, uni ham MIPda ham o'ziga yarasha imkoniyati bo'lmasa 40 degan bandi bor. Sharoit yo'q o'rta undira olmaysan, nima qilaylik deydi. MIPda ham shunaqa bandlari bor. Mana shu MIP masalasini yaxshi tushunmayman, endi qanaqadir kontentlarda ko'rganman, MIP kirib nimadir uydan olib chiqib ketadi-da, u o'sha xolodilnikni olib chiqib ketib, baholatib, o'sha qarzni yopadi mana shu uydagi. Xolodilnikni olib chiqib ketadi, baholaydi. Do'kon xolasi o'zi oladi u narsani, sotib pulni yopadi. Xolodilnikni o'sha shaxs sotib olgan xolodilnikmi? Luboy ichida yoki uydagi mulknimi? Uydagi luboy mulkini olish mumkin. Misol siz birorta qarzingiz bor, MIPga chiqdi. MIP xohlagan paytda kirib olib chiqib keta olmaydi siz bilan. Uyingizga kirib olib chiqib ketish uchun spiska bor. Davlatning qaysi tashkilotlardan bo'ladi? Banlisadan, misol uchun, ichki ishlardan, prokuraturadan, mana bunaqalar ro'yxat 1-7 ta 8 ta tashkilot baravar kiradi kirishda. Faqat MIP kirib xohlasa sizni mahsulotingizni ko'tarib chiqib keta olmaydi. Qonun bo'yicha sizni uyingizga kirish uchun o'ziga yarasha ro'yxatlar bor. Aniq ma'lumot yo'q hozir menda, lekin biz bankda ishlagan paytimizda, shu bozor ichida ko'rganimizda ko'plab pajarniydan keladi, boshqa tashkilotlardan keladi-da, hamma birgalashib kirib siz mahsulotingizni olib chiqib ketadi. Sal mana shu g'alati usul emasmi o'zi? Qanchalik bu odamiyligiga qo'shilasiz bu usulni? Endi birinchidan bu yerda odamiylik tomonidan qiyin, to'g'ri, albatta, lekin mijozda o'zi ham noto'g'ri ish qilgan joylar ko'p bo'ladi-da. Misol qarz berdi, to'lamaydi. Va'da berdi, undan keyin ham to'lamaydi. Sudga berdi, baribir to'lamaydi. MIPga chiqdi, baribir to'lamayapti. Qanaqadir yo'l bilan baribir yopilish kerak degan joyi bor. Iloji yo'q. Uyda nimadir moddiy imkoniyati borki, birovdan qarzi bormi? Masalan, dinimiz tomonidan ham qarz bormi? Uni birinchi hal qilish kerak degan joy. Uyda chiroyli televizorni ko'rib o'tirgandan ko'ra qarzni yopish kerak-da. Ha, mana eshitganman, adashmasam, qarzi bor inson novvoy choy ichish mumkin emasmi? Asal yeyish mumkin emas. Shunaqa narsalarni eshitganman. To'liq ma'lumot yo'q bizda, siz bilan bizda, lekin ichiga kirsangiz, hattoki kuniga o'sha yeydigan narsalarini ham chegaralash kerak degan joylari bor-da. Qarzi bormi? Birinchi o'rinda o'shani to'lashni harakatini qilish kerak. Tushunarli. Mana menda shunaqa yondashuv, men hech qachon qarzga pul olmaganman. Pul yoki kredit hech qachon nasiyagan, olinmagan. Lekin mana shu odamlarga qarayman-da, shu odamlar olib yotibdi. Siz aytyapsiz, bu odam mana shu muammoga duch kelish kerakki, keyin u to'g'rilanib ketish uchun. Boshida balkim biz nima so'radi, madaniyat shaklida buni rivojlantiradimiz yoki balkim uni tarbiyaga qo'shib ketardimizda. Maktabda o'rgatilishi kerakdir balki bu narsa. Ya'ni yo'q narsangga nimadir sotib olma. Yoki bizda ustozlarimiz nima deyishardi? Ustoz, mashina olmoqchiman, mana pul topishni boshladim desam, zo'r, qancha pulingiz bor? Shuncha desam, azincha yetishmayapti mashina olishga. Hali vaqtli deganlar. Ikkita olsa keyin bitta ol deganlar-da. Xuddi shunaqa. Ha. Nimani hisobiga odamlar hozir kreditlar olib yotibdi? Ya'ni shu darajada tushunmayaptimi bu nimaligini? Bundan oldin kredit olib to'lamaslik mumkin degan madaniyat shakllangan. Masalan, davlat banklaridan olgan, to'lamasa u qolib ketish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan. Unda texnikalari yomon Texnika bo'lgan. yomon bo'lgan unda. Misol uchun. Shu narsa ko'nikkan insonlar oldin 10 yil oldin qarz olib to'lamaslik mumkin degan fikr shakllanib qolgan. Hozirga kelib qonunlar buni himoyalab qo'ydi. Oldin bank shu narsani undirish uchun mana bunaqa MIP, mana bunaqa protsesslar juda ham past bo'lgan. Hozirga kelib bu narsani shakllangan sari insonlar tushunib boryapti. O'zini qarzini endi hisob-kitob qilishni boshlayapti. Albatta, men qarshiman, birinchi o'rinda qarzga narsa olmaslik kerak. Olsa ham shu oylik daromadini 20-30%ni to'lay oladigan holatda olish kerak. Nasiyaga mashina oladimi, ipotekaga uy oladimi, lizingga boshqa narsa yo nasiyaga mahsulot oladimi farqi yo'q. O'zi hisob-kitob qilib olish kerak. Lekin buni bilmagandan keyin qaysidir do'konga yoki qaysi tashkilotga borsa, uni ham hisob-kitobi bo'lish kerak edi, unga tushuntirish kerak. To'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir nima bo'ladi?
olaversin, undirib olamanda desa, u noto'g'ri qarashda. Bir-birimizni o'zimiz bir yurtdoshimizni muammoga itarib qo'yapmiz-da. Bilamizmi, tushunamizmi? Shoshmang. Siz ustozingiz yoniga borgansiz, mashinang ikkita bo'lsa keyin olgin deb aytayapti, aytganini qilyapsiz. Do'konga kelsa ham shuni aytish kerak-da. Aka, siz 10 million oylik olar ekansiz, 2 millionlik oylik to'lab yetadigan mahsulot sotib oling deb tushuntirishimiz kerak-da. Ha. Xuddi shunaqa madaniyat shakllanishni endi boshladi. Balki mana podkastlarda ham hali unaqa narsalar chiqmagan. Deyarli mana nasiya muammosida insonlarga to'g'ri kredit ajratish bo'yicha tushunmaydi. Juda ham xalqimizda deyarli juda katta qismi tushunmaydi. Zo'r, hozir olaman, keyin to'lab yuraman. To'lab yuraman. 10 millionlik narsasiga 4 million pul qo'shilyapti. Hisobini qilish kerak. Katta summa endi u. Kichkina summa emas. O'zi 4 million daromad qiladimi, yo'qmi? Hamma tomoni hisobini qilish kerak-da. Asosiy muammo hozir olib keyin to'layman-u, bugun 1 so'm pul to'lamayapman-u, keyin oyma-oy to'lab yuraveraman deb kirib qoladi-da, 2-3 oyda tushunib yetadi. Ana shu muammoni oldindan tushuntirishimiz kerak. Do'konlar, mana mutaxassislar hammasi bu narsani tushuntirib, mijozlarni, ya'niki xalqimizni, jamiyatimiz ichida o'sha kredit madaniyati, nasiya madaniyatini, targ'ibotini to'g'ri qilishimiz kerak. Kirdi, xohlagancha mahsulotni olib chiqib ketib, xohlagancha to'lab yursa, demak bu mumkin ekan degan qarash bo'ladi-da. O'rtada mashinliklarni yaratib qo'yapmiz-da, qo'pol qilib aytganda. Bu yoqdan qarzi ko'p, unisi so'rasa qochadi, bunisi so'rasa qochadi. O'rtada bitta mashinlik insonni, qo'pol qilib aytganda, aldoqchi insonni yaratib qo'yapmiz. Aha. Tushunarli. Yana zo'r ma'lumot eshitgandim-da, mana agarda siz mana shu uzumdan deylik yoki banklardan qanday pulni kreditga olsangiz, kichkina summa bo'lsa ham, unda uni katta summadek qarab qo'yib yubormas ekan. Ya'ni ba'zilarida unda o'zi mana shu kreditni, nasiyani miqdoridan ham kattaroq bo'lib ketadi. Lekin nega mana shu kichkina summaga undaga katta pul sarflashadi? Chunki bitta tushuncha hosil qilish kerak. O'sha mijozni, o'sha kreditni olayotgan odamning miyasida biz bilan hazlash bo'lmaydi. Ya'ni baribir olamiz-da. Agar qaysidir moment agar o'sha pulni kechirib yuborsa, ya'ni unda qimmatroq ekan, undan ko'ra arzonroq bo'ladi bizga prosta kechirib yuborsa summani. Keyin odamlarda tushuncha hosil bo'ladi, bo'ldi, unda qaytarmasa ham bo'ladi-ku. Eng katta sabab shu. Zararga bo'lsa ham unda ko'p pul sarflab, hamma pulni olishga harakat qilishyaptimi hozir? Qilishadi. 1 million qarzi qolgan bo'lsa, bitta xodim 10 million oylik oladigan inson 1 oy u bilan shug'ullanadi kerak bo'lsa. Asosiy muammo bu yerda qonun-qoida. Insonlar amal qilmasa siz misol uchun 1 million qarzingizni to'lamadingiz, siz to'lamasangiz ertaga o'rtog'ingiz ham to'lamasligi mumkin, misol uchun. Shuning uchun birinchi o'rinda 100 so'm bo'ladimi, 1000 so'm bo'ladimi, 1 million so'm bo'ladimi, bank, moliyaviy kompaniyalarida asosiy qoidasi har bir tangasiga undirib oladi. Qo'yaver 50 ming ekan, kechib yubor degan gap yo'q umuman. Har bir tangasini undiradi. Maqsad to'g'ri reputatsiya shakllantirish shu atrofda. 1 millionni ham to'layman ekan, 50 mingni ham to'layman ekan, qochib yurmay to'layman degan qarash bo'ladi asosiy mijozlarda. Shuning uchun har bitta banklar, har bitta nasiya kompaniyalar har bir tangasigacha undirib olishga harakat qiladi. Kechib yuborish degan narsa deyarli yo'q. Zararga bo'lsa ham ishini ko'rsatish kerak. O'ylang, ishchilarida oyligini 10 millionli inson 1 million qarz orqasidan yugurib yuradi. Bir oy. 10 millionga oylik to'layapti misol uchun. Zarar qilsa ham undiradi baribir. Hozirgi kunlarda, ayniqsa viloyatlarda men nimaga amin bo'laman? Kompaniyada o'sha undov departamentda ishlaydigan, o'sha bank sohasida ishlaydigan xodimlar undov paytida o'ziga juda ham ko'p narsa yetib beraveradi. Ya'ni undov paytida odamlarning shaxslarning uyiga kelib, taqillatib, so'kinish so'zlarni ishlatib, mana shunaqa narsalarni men ko'rib qolman-da. Bunga o'zi qanaqa qaraysiz? Ya'ni o'zi qanchalik bu qonuniy hozirgi ba'zi banklar, kompaniyalar unda ishlatayotgan usullar? Birinchidan noqonuniy bu narsa. Juda ham masalan bir insonning uyiga borib, endi taqillatib so'rash mumkin, lekin hech qanaqasiga qarz bo'lsa ham shaxsiyatiga tegishli hech kimning haqqi yo'q. Asosiy muammo bu yerda o'sha undovdagi insonlarda bor. Ikkinchidan berilishda muammo bo'lgan kreditda. Berilishda xato ketdi. Unda misol uchun borda banklarda ham bitta insonga 300 million kredit bo'lsa, bankda kredit bersa, to'g'ri tahlil qilmaydi-da. Rejami chiqaraman deydi-da, beradi. Ertaga o'zi yuguradi orqasidan. Misol uchun, yugurganda ham 1-2 marta telefon qiladi, kelmasa darrov chopib borib oladi.
intizom bilan ishlasa, albatta 100 ta mijozi bo'lsa, 95 tasini yo 98 tasini olib kelsa bo'ladi. Bankda o'ziga yoki nasi do'konda o'ziga. Faqat intizom bilan. Ha, ertaga nechida kelasiz? 9 da kelaman, 9 da telefon qilib kelmadingiz. Misol uchun, intizomga o'rgatishimiz kerak har bir mijozda. Qanchalik darajada tashlab qo'ysak, inson layoqatsizlashadi-da. Shuni hisobiga uyga borishgacha boryapti. Men bankda ishlaganimda deyarli bormaganman hech qaysi mijozim uyiga. O'tirgan joyimda undirardim. Hammasi bilardi, bu ego degan bir qarash chiqib qolgan edi. Sabab 9 desa 9 da telefon qilaman. 1 da desa 1 da telefon qilaman. Oyda oxirida shug'ullanadi hamma. Oxiri telefonni o'chirib qo'ysa, mutaxassislar bo'ldi o'chirib qo'ydi dedi. Yo'q, men mahallasi nomerini topaman, o'rtog'ining nomerini topaman, cheres chiqib topishga harakat qilaman. Oxirgi nuqta boraman yo biznes tochkasiga yoki uyga boraman. Lekin deyarli bormaganman. Bu yerda mutaxassislarni, spetsialistlarni o'zida ham muammo bor, berilishda xato qiladi, keyin undiruv jarayonida mijozni intizomga solmaydi. Orqasidan yugurib yurishga to'g'ri keladi. Yana borib taqaladi. Kredit beradimi, nasiyaga mahsulot beradimi, to'g'ri berish kerak. To'g'ri tahlil bilan bersa yugurib yurmaydi uyga. Ertaga u bilan so'kinishib, sen menga borib shaxsiyatiga tegmaydi. O'ziga problema orttirmaydi. O'sha mijoz hozir borib shaxsiyatiga tegsa, yozib bersa yutqizib qo'yadi. Mana qanaqa men gaplar eshityapman. Ushbu sohada ishlagan odamlar, uni departamentda o'sha qarzni undayotganda, so'rayotganda, o'zi xohlagancha gaplashish mumkin ekanda, lekin glavniy qoidasi bor, shaxsiyatiga tegizmaysiz. Xohlagancha so'kasiz, deyapti. Onadanmi, qanaqami, faqat uni emas, umumiy havoni so'kyapsiz, gaplashayotganda, siz bunaqasi demaydi, lekin hamma so'ksan ishlatyapti. Bash davleniya qilyapti. Odamni o'sha nima desa bo'ladi, avtoritetini pastga urib, g'ururini pastga tushirib, keyin jonga teggandan oxiri bir amalab topib berib yuboryapti-da. Shunaqa skript ishlatgan banklar bormi? Ko'p. Bu bank, masalan, sentralizovanniy qilgan banklar bir xil skriptda yuradi. Filiallarga chiqib ketganda mutaxassis o'ziga qolib ketadi. Shaxsiyatiga tegmaysan bo'ldi deydi. Qolgani mutaxassisning o'zining qobiliyati. Mana men aytgan gaplar bu rostmi? Shu narsa rostdan bormi? Shunaqa narsalar bor. Mijoz bilan gaplashadi, lekin bu yerda xato qiladi. U xohlagancha telefon qilib, masalan, shaxsiyatiga tegmasdan so'kib yo boshqa narsa qilgan bilan uni injiqligi keladi xolos mijozda. Yoqmaydi. 100 ta mijozi bormi? 100 xil xaraktermi? O'shani xarakteriga mos ravishda bu ozgina nima deydi, liderligi bo'lish kerak-da, hamma bilan xarakteriga mos ravishda gaplashish kerak. Bittasiga bitta telefon qilsangiz yetadi. Unga 10 marta telefon qilsangiz asab buziladi-da, siz so'kish mumkin naborot. Senga bo'ldi boraman dedimmi? Bo'ldi boraman dedi. Qaysiriga 10 marta telefon qilsangiz keyin keladi. Faqat tizim bilan, intizom bilan. O'zingiz 5 ta kelaman desa, kelmasa yana eslatmasangiz yo bunaqa tizim qo'ymasangiz, qo'pol qilib aytganda egovlab turmasangiz, kelmaydigan mijoz. Yaxshi gap bilan bir xilda hali mana egovlab turadigan xodimlar bo'ladi-da. Aka kelmadingiz-ku, unday bunday. O'shani to'lovni birinchi to'lab ketadi. Men ko'zimda oldida bo'lganda, prosta tag egovlaydi. Nafsoniyatiga ham tegmaydi. Oddiy keling, aka kelib to'lab keting, 5 ta kelaman dedingiz. Yo ertaga 9 da boraman desa, yana 9 da telefon qilib, aka kelmadingiz-ku, to'lab keting, endi labz berodingiz menga deydi. Xuddi mana shunaqa protsessda u mijozni 100 tadan 90 ta, 95 tasini undirib oladi. Bu yerda men aytadigan narsa, spetsialistda ham xatolik katta. Protsessni buzib qo'yadi, tizimni, mijoz bilan muloqotni albatta buzib qo'yadi. Yomon muloqot qilsa, mijoz ham unga yomon muloqot qiladi. Yaxshi muloqot qilsa, yaxshi muloqot qiladi. Tushunarli. Aka keyingi mavzuga o'tsak, men ham menejerman, sizga o'xshagan, mutaxassisligim menejment hamda tizimlashtirish. Endi siz katta kompaniyada ishlagansiz, oborotlari katta bo'lgan, adashmasam sohasida eng yirik kompaniyalardan biri. Xo'p, imkon kompaniyasida ishlagansiz va meni o'ylashim bo'yicha 1000 ta xodim boshqaradigan menejerlar oyliklari zo'r bo'ladi. Sir bo'lmagan bo'lsa qancha topgansiz? Bu birinchi savol. Keyin ikkinchi, biz chuqurlashsak, nega bunaqa lavozimdan ketgansiz va o'zingiz alohida biznes boshlagansiz? Xo'p, bu kompaniya men uchun juda ham katta tajriba bo'lgan. CEO bo'lib ishlagan bo'lsam, 3 yil davomida ishlaganmiz. 50 ta xodimi, bitta ikkita filial bo'lgan. 20 ta filial, 1000 ta xodim bo'lguncha ishlaganman. Kelishuv bo'lgan.
protsessni qo'yish, rivojlantirish, yosh bo'lganmiz, dux baland bo'lgan, bilasiz, set qilib unaqa katta kompaniya qilish uchun riski o'rnli bo'ladi, albatta. O'ylanadigan, sal 35-40 ga kirgan inson ozgina o'ylanib qoladi-da, ertaga nima bo'lar ekan. Biz endi u paytda 26-27 yosh, 28 yosh bo'lganmiz. Dux baland bo'ladi, bosib harakat qilganmiz. Daromad ham yaxshi bo'lgan, yomon emas. Oyiga o'rtacha hisoblasa 6-7 ming dollar atrofida tushadigan darajada daromad qilganmiz. O'shani hisobidan to'plab ushbu hozirgi kompaniyaga tashkil qilganmiz. Asosiy sabab men erkin harakat qilishdi. O'zimning ambitsiyalarimni, rejalarimni, maqsadlarimni, o'zimning biznesim bo'lishini xohlaganman-da. Shunaqa erkin inson bo'lishdi. Hozir ham shunday, biror joyga boraman desam, qarshilik bo'lishini xohlamayman. Biznesimda nimadir o'zgartirish qilmoqchi bo'lsam, reski o'zgartirib, shunaqa tavakkalchi bo'lganim uchun bugun o'zgartirdim, bugun o'zgartirishni xohlayman. Shunaqa protsesslarni erkin harakat qilish uchun o'zim biznesimni tashkil qilib, ushbu biznesni boshqarib kelmoqdaman hozirgi kunda. Sherzod Tursunov o'tgan podkastlarimizda chiqqanlar va bitta termin ishlatyaptilar-da, ular 01 va 19 degan. O'sha hozir ko'p tadbirkorlar shuni ishlatishni boshlayapti. O'zimga yangilik bo'ldi. Ya'ni 01 bor, 01 inson kelib yangi naslni o'sha etadi, yangi nasl qildiradi, ya'ni tadbirkorda va menejer bor, tizimlashtirib ketadi. 19. Misol uchun men shunaqaman, siz balki shunaqadirsiz-da va aytilyapti, bular tandemda zo'r ishlaydi. Ya'ni men hozir qanaqa chiqaman, siz imkonda ishlaganingizda sizda kimdir 01 bo'lgan, o'sha gaz beradigan, aytib bunaqa qilamiz. Siz esa jarayonni boshqargan inson bo'lgansiz. Shunaqa jarayonni boshqarganmiz. Lekin chiqib ketyapsiz. Mana shu qanaqadir yarimingiz bo'lmayapti-da. Siz o'sha 01likni, ya'ni innovatsiyani berib, yangi ideyalarni beradigan inson o'zingiz bo'lishga majbur bo'ldingizmi? Qanaqa sherikchilikda hozir ishlab kelyapsizmi kimdir bilan? Yo'q, hammasini o'zimda hozir. Ideyalar, yangiliklar o'zim qilaman. Boshqaruv ham o'zimda. Ikkalasi ham o'zimda. Kompaniyamiz o'rtacha holatda bo'lgani uchun, o'rta kompaniya bo'lganligi uchun har qanday ideya, filial ochamizmi, yangilik qilamizmi, sayt qilamizmi, har qanday xodimlarni boshqarish, tizimlashtirishda, optimizatsiyalarda o'zim ideyalar qilaman-da, o'zim tezroq tatbiq qilishni xohlayman. Shunaqa programmani tizimlarigacha tuzib, proses qanchalik darajada tizimni to'g'ri qursangiz, tannarxingiz kamayadi. Mana shu narsani tadbirkorlar tushunish kerak. Programma orqali tizim to'g'ri qurilsa nimaga? Eng katta xarajat ish haqi, bilasiz, biznesda. Tizimni to'g'ri qo'yganingiz sari 10 ta ishlaydigan joyda 5 ta ishlaydi. 5 ta ishlagan joyda 3 ta odam ishlashi mumkin. Qanaqadir pulda yo'qotishlar kamayadi, o'g'irliklar kamayadi. Inson faktori aralashgan joyda o'g'irliklar ko'payadi. Shuning uchun asosiy hozirgi kunda bu kompaniyani ochishdan maqsadim shu. Erkin g'oyalarni o'zimiz qilib, qayerga ochamiz, nima qilamiz, bemalol xotirjamlikda harakat qilish uchun, xotirjam, ya'ni biznesmen xotirjam bo'lmaydi-yu, ijodkorlik bilan xotirjamroq bo'ladi. Ijodkorlik bilan harakat qilishni xohlaganim uchun mana bu narsani boshlaganmiz biznesni. Mana men o'zim biznesdan ketayotganligimda, ya'ni menejerlikdan ketayotganimizda boshida sherikchilikda ishlaganman. Davron aka bilan ishlaganmiz va Davron aka meni shunaqa to'ldirib turadigan inson bo'lganda, chunki men ko'proq tizimlashtiraman, ko'proq qilaman va boshida katta qo'rquv bo'lgan. Men tadbirkor emasman-ku, men faqat kimdir ideya bilan, kapital bilan kelsa, men zo'r realizatsiya qilib beraman shuni. Xodimni olib, tizim qilib, ishlatib ularni har kuni reja va hisobotni qabul qilib va hokazo-da. Lekin so'nkan tartib. Ha. Sizda shunaqa moment bo'lmadimi boshida qo'rquv? Ya'ni men menejerman-ku, men eplolmaymanmi o'zim? Qo'rquv qarangda, bitta katta kompaniyani boshqarib, katta summalarni ko'rib yurganimiz uchun bu yoqdagi ishlar unchalik darajada qo'rqitmagan. Lekin katta tajriba bo'ldi. O'zimiz shaxsiy biznes qilganmiz. U yoqda boshqaruvchi bo'lganmiz. Evon kompaniyasida pulni ham o'zingiz topib tikasiz, risk o'zingiz bo'yningizda, boshqaruv ham o'zingiz bo'yningizda. Qanaqadir noto'g'ri harakat qilsangiz, u ham o'zingiz bo'yningizda 50 ming dollar, 100 ming dollarga tushib qolishingiz mumkin. Bo'lganda endi shunaqa vaziyatlar. Aytmoqchimanki, qo'rquv albatta bo'ladi. Prosta yosh bo'lganmiz, duximiz baland bo'lganda bosib qadam tashlab ketaveramiz. Meni eng katta kamchiligim ham shu, yutug'im ham shu. 50% qarorimda yutaman, 50% yutqizaman. Buni hammaning yonida tan olaman. Nimadir tavakkal qilib boshlayman, 50% yutkizib qo'yaman, 50% yutaman. Shu paytgacha yashirmayman, 200 ming, 300 ming dollar yo'qotgan paytim bo'ldi shu 2 yil ichida. Qaysidir filial xato ochdim, yo nimadir qildim, yo tez ochib yubordim. Tizim qo'yishda xatolik qilgan paytlarimiz bo'ldi. Tez rost bersangiz, moliyani eng katta masala HRda xodimni yetkiza olmay qolasiz-ku. O'sha paytlarda juda katta xatoliklar bo'ldi.
katta summalarga xarajatlarimiz noto'g'ri ketib qolgan paytlari ham bor. Lekin eng katta meni yutug'im menejer sifatida, CEO sifatida ishladim. Investor sifatida, ta'sischi sifatida ham ishlab ko'rdim. Ikkala insonni ham o'zimni gavdamda his qildim. Eng katta yutug'im hozir qanaqadir tadbirkorlar bilan gaplashsak, bemalol ta'sischi pul egasi sifatida ham fikrimni ayta olaman. CEO sifatida ham fikrimni ayta olaman hozirgi holatda. Xullas 50 yil insonsiz deb o'zingizni hisoblaysiz. Aka hozir bunaqa yoshlar orasida tendensiya bor-da. Men kimdirning qo'lida ishlamayman, men anu qilaman va bitta biznes boshlab degan shunchalik hozir ko'p yuribdi-da ko'chada. Men endi o'zim aytaylik 5 yil menejer bo'lib ishlashimga to'g'ri keldi. O'tda boshda oddiy xodim bo'lib, keyin 3 yil meni menejer bo'lib, 2 yil oddiy xodim bo'lib ishlagan ekanman. Keyin buni o'rganib, biznes o'z nimaligini tushunishni boshladim-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Bitta tadbirkor bo'lib boshlash mumkinmi yoki boshida o'sha sohada biz xodim bo'lib, menejer bo'lib uni boshqarib ko'rishimiz kerakmi? Otangiz, dadangizni biznesi bo'lsa ham, albatta oddiy ishchi bo'lib ishlash kerak biznesda noldan. 20-22 yoshgacha bilimni olish kerak-da. 7-8 yil, 28-30 yoshgacha maksimum tajriba olish kerak kamida. His qilib ko'rish kerak. Agar misol uchun 100 ta yoshlardan 4 ta 5 tasi biznesmen bo'ladi, yana 90 tasi yana menejerligini qilib ishlab yurishi mumkin. Bu biznesmen tadbirkor bo'lishining sababi o'sha o'zi aytgandek qo'rquv bo'lganligi uchun qolganlar bo'lmaydi. Och qornim, tinch qulog'im, menga 15 million, 20 million oylik yetadi, bitta joyda boshqarsam pulga javob bermayman, ishimni qilaman deydigan inson ko'p jamiyatda. 100 tadan 90 tasi shunaqa, 10 tasi biznesmenlik qiladi. Undan 5 tasi tajriba o'rganib turib biznesmen bo'ladi, 5 tasi srazi kiradi, bankrot bo'ladi. Keyin o'sha kattagina pulni hisobiga, masalan, siz tajriba olib biznes boshlasangiz, pul yutqizmaysiz. Naborot tajriba olgan paytingizda pul qilasiz. Srazi qayerdandir pul olib biznes qilsangiz, albatta sanasiz, bankrot bo'lish ehtimoli yuqoriroq. Tem bo'li hozirgi bozorda. Chunki raqobat yeb qo'yadi-da hozirgi bozorda. Undan tinchgina daromadingizni qiling-da, tajribani oling, pulni qiling-da. 5 yil, 6 yil kamida o'zingiz sohangizda sartarosh bo'lmoqchi bo'lsangiz, soch olishni albatta o'rganishingiz kerak-da. Misol uchun, yo savdo qilmoqchi bo'lsangiz, ya bo'ldi, mana buni do'kon ochibdi, zo'r yuryapti ekan, bo'lmagan narsa. Hech qanaqa coachga borib 2 kunlik nazariyani o'rganib olish bilan yo'q. Aytgan o'sha germaniyalik bir faylasuf aytgan, nazariyasiz amaliyot kuchsiz. Misol uchun, amaliyotsiz nazariya juda xavfli degan joy bor. Faqat nazariya bilan bitta biznes boshlayman desa, u 90%, kerak bo'lsa 100% qiyinchilikka borib taqaladi. Shuning uchun tavsiya bu yerda 22-20 yoshgacha zo'r bilimni olish kerak. Bizda ham xatolik bo'lgan, tilni o'rganish kerak, kitoblarni o'qish kerak, o'zining sohasida nimaga qiziqsa bilimni olish kerak. Kamida 7-8 yil, 28-30 yoshgacha o'zining sohasida tajriba olish kerak. Keyin albatta biznes qilishni boshlash kerak. 20 yoshdan tikib qo'yib biznes qilish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. U qiyin bo'ladi unda. Oldin bo'lgan, bitta biznesni boshlasangiz, do'koncha ochsangiz yurib ketgan, hozir yurmaydi. Hozirgi bozor raqobati qo'ymayapti bunaqa. Marketingni bilishingiz kerak, zo'r bilishingiz kerak. Bozorni tahlil qilishingiz kerak. Bozorga mos ravishda taklif ishlab chiqishingiz kerak. Taklifingizni reklama qilishingiz kerak to'g'ri joyda. Agar noto'g'ri joyda bitta blogerga $2000 berib qilsangiz, bo'ldi, uchib ketdingiz. Byudjet rasvo. O'zi 10 ming pulingiz bor, 2000 birovga berdingiz, ketdi, uchib ketdi. Taklifni to'g'ri qilmasangiz-chi, xohlasangiz Ronaldoga reklama bersangiz ham foydasi yo'q-da. Bozorda o'rganib, hamma narsasini o'rganib, upakovka qilib, bundan hammasini o'rganish kerak-da. Men 10 tasidan farqli o'laroq nima taklif qila olaman deb upakovka qilib, keyin shuni reklama qilinsa, marketingga kamroq byudjet ketadi. Narx tomondan balki 20% emas, 10% marja qo'yarsiz, yo 15% marja qo'yarsiz. Ko'p marja qo'ysangiz, blogerga kirib ketadi o'sha pulingiz. Reklamaga odam olib kelishingizga. Undan kamroq marja qo'yib, reklamani o'rtacharoq qilib, balki savdoingiz yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ilmini olish kerak, amaliyot qilish kerak, albatta keyin biznes boshlash kerak. Yoshlarga tavsiya shunaqa. O'zi mana menejer inson biznesni boshla oladimi? Qanaqa ma'noda? Shunaqa qatlam bormi? U hech qachon tadbirkor bo'la olmaydi. Misol uchun men bir payt o'zim o'ylardim, men menejer ekanman, men tadbirkorlik men uchun emas debdi. Keyin o'sha ketib sherikchilik ishlab ko'rdim. Keyin sheriklar bilan xaylash nuqtasiga kelganki, qarasam o'zim qolib ketdimman va o'zim eplay oladigan bo'ldim. Qarasam biznes qila olarkanman. Lekin shunaqa odamlar bormi?
biznes qila olmaydi. U faqat yoki menejer bo'lishi kerak, ya'ni mas'uliyatdan juda qo'rqadi va mas'uliyatni hech qachon ola olmaydi. Unaqa odamlar ko'p hozir jamiyatda. Birinchidan biznes qilgan inson albatta izlanuvchan, kreativ g'oya bilan shug'ullanadigan bo'ladi. Ikkinchidan qo'rqmaydigan, risk qiladigan inson bo'ladi. Biznes o'z-o'zidan risk-ku, pul tikasiz, yutqizib qo'yishingiz mumkin. Albatta pulingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Undan aytadi, masalan, hozir 100 tadan 90 ta inson bir joyda ishlab, masalan, marketingda o'rganyapti, $1000, $2000, $3000 oyligini olib ishlayapti. Naborot, tadbirkor biznesmendan ko'ra halovat yaxshiroq deb bilaman. Biznesmen inson, mana o'zingiz ham biznesdasiz. 24 soat hisob kechqurun ham o'ylaydi. Uyg'onib ketsa ham, to'xta, mana filialda mana problema bor edi, maytga do'kon ochsammikin, mana bunaqamikin. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi kelib qoladi. U inson nima qiladi? Bir joyda menejer bo'lib ishlab turgan odam 2000 mi, 3000 mi qanchadir oyligini oladi, 6 da uyga keladi, bo'ldi. Esdan chiqdi, ertalab yana 8 da boradi, yana ish boshlanib ketdi. Butun dunyoda shu holat hozir. 90% odam xuddi shunaqa oddiy ish emas, normal oylik oladiganlar ham ko'p, bilasiz uni. Ishchi bo'lib ishlaydi. 10% yo 5% atrofida biznesmen bo'ladi. Qanchadir xato qilib sinadi, 4-5% uspешный bo'lib davom etib ketadi. Zo'r. Stabillik haqida gaplashsak, menejmentda ishlash, ya'ni rahbar bo'lish yaxshiroq. Mana siz aytdingiz 6-7 ming topganman, lekin ma'ni fikrim bo'yicha bunaqa katta kompaniya uchun juda kam oylik to'langan. Menimcha bir kamida 15 ming to'lanishi kerak edi. Bu ob'yomda boshqaradigan. Chunki men biladigan bu ob'yomda ishlaydigan tadbirkorlar shu 15 ming, 20-25 ming oladiganlar bor. To'g'ri. Endi yerda ham bir fikr bor. Masalan, CEO bo'lib kirmoqchisiz, menejmentga kirmoqchisiz. Kirmoqchi bo'lgan inson umuman hamma sohaga kirganda kirishdan boshlab chiqishgacha bo'lgan hamma narsani o'ylash kerak-da. Kelishuv qilib, qanday kiraman, qanday chiqib ketaman deb kelishuv bo'lish kerak. Balki bizning xatoligimiz ham shu bo'lgandir o'sha paytda. CEO bo'laman, menejmentga kiraman, qayerda ishlayman, katta ob'yom qilaman degan yoshlar bo'lsa, albatta kirdim, men natijani qanday qilsam nima bo'ladi? Agarda chiqib ketishga to'g'ri kelib qolganda nima bo'ladi? Men 3 oy oldin aytaman, yo o'rnimga odam qo'yib ketaman, yo siz meni qo'yib yubormoqchi bo'lsangiz 3 oy yo 5 oy oldin menga ogohlantirasiz. Korotchi kelishib olish kerak. Birinchi o'rinda shartlarda. Uni men ulardan ham xafa bo'lmayman, hech kimdan xafagarchilik yo'q. Bu yerda xatolik kelishuvda bo'lgan deb o'ylayman, misol uchun. Kamchilik, xatolik emas, kamchilik. O'sha payt uchun bizga lekin zo'r natija bo'lgan, yaxshi bo'lgan, o'ylayman. 10 million oylik olib turgan bankda bitta spetsialist yo bir bo'lim boshlig'i bo'lsak, endi normalniy rost bo'lganda endi biz uchun 80 milliondan oshib boshladi. Normalniy rost bo'lgan. Endi hozir undan endi 2 barobar kamida daromad qilinadi-yu. Daromad yaxshi-yu, lekin nisbatan halovatda xotirjamlik past bo'ladi. Любой tadbirkorda bilasiz uni. Yaxshi pul topish uchun tadbirkorlik zo'r emas deyman-da. Tadbirkorlik faqat katta pul topish uchun zo'r, lekin o'rtacha pulni tadbirkorlik bilan topish qiyinroq deb bilaman. Hozir misol uchun 2-3 ming dollar topadigan tadbirkor 2-3 ming dollar topadigan menejerdan ko'ra ko'proq ishlaydi deb bilaman-da. Shunaqa. Hozirgi kunda mana menga o'zimga ham ko'p takliflar bo'ladi. CEO bo'lib ishlab bering deydi, 15 ming, 20 ming pul beraman deydi. Misol uchun, endi har xil takliflar ko'p bo'ladi. Aytmoqchimanki, faqat tadbirkor bo'lib turib 10 ming, 15 ming topish emas. O'qib, tajriba olib turib ham 10 ming, 15 ming dollar bir joyda CEO bo'lib, menejment ishlab turib ham topsa bo'ladi hozir. Kerak bo'lsa 5 ming dollar pul topib turgan tadbirkordan 3-4 barobar kamida topsa bo'ladi. Davom etaman shuni. Menejment, ya'ni Takaviniyning zo'r gapi bor. Eng qimmat pul to'lanadigan kasb bu odamlarni boshqarish. Boshqarish qayerda o'rgatilmaydi. Universitetlarda ham faqat jarayonlar o'rgatiladi deydi. Faqat jarayon, tajriba. O'zbekistonda 5 ming, 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar beradigan rahbarlar vakansiyalar juda ko'p. Top kompaniyalarda. 5 ming bilan 20 minggacha bo'lgan nimani headhunterda ham ko'rsangiz, juda ko'p zaifga tushadi. Zaifga juda ko'p, Ko'p, lekin unga specialist kam, shablonga tushadigan. U faqatgina bilim bilan bo'lmaydi-da. Liderstvo bor, bilasiz. Insonning o'zining xarakteri bo'lishi kerak. 500 ta mingta odamni boshqarish oson emas-ku. O'ziga yarasha hammasi har xil. Hammasi har xil muammo bilan kelishi mumkin. Protsessni, tizimni to'g'ri qo'ya olish kerak. Masalan, oddiy misollar, kimdir sizga noto'g'ri ish qilib qo'yib, kelib birorta aybini aytsa, uni chaqirib paloncha aytdi, mana bu narsani qilibsan deb qo'ydim, protsess buzib qo'yish mumkin. Oddiy misollardan. Shuning uchun bu yerda menejment, CEO bo'lish faqat ilm, tajriba bilan,
xarakterga ham bog'liq. Liderlik xarakterini shakllantirishga har xil kitoblardir balki, yo jamiyatdagi o'rinlardir, yo tajribalardan kelib chiqib turib, keyin menejmentga qadam bossish juda ham yaxshi bo'ladi yoshlarimizda. Mani mutaxassisligim menejment. Ko'pchilik menejment, menimcha shunaqa kasbda bittada borib ishga kira olmaysiz menejer bo'libdi. Boshida tadbirkorlar ham bittada boshlash tavsiya qilinmayapti-ku. Menejment esa bittada kirib menejer bo'la olmaysiz hamda. Boshida o'sha kompaniyada xodim bo'lib ishlashingiz kerak. Bosh menejer bo'lib faqat bosh kompaniyada katta kompaniyada menejer bo'lgan bo'lsangiz, keyin taklif bo'ladi-da. To есть bo'tda yana xuddi pagonga o'xshaganda, bittada general olmaysiz-ku. Yo'q, shunaqa. Noldan chiqish kerak, oddiy spesialist, stajyor bo'lib, kamida 5-6 yil ishlang deyishni ham sababi shunaqada. 6-7 yilda CEO bo'la olmayapsizmi, demak siz keyin bo'la olmaysiz. Misol uchun. 22 yoshingizda kirdingiz bitta ishga, 7-8 yil ishlayapsiz, hali ham bitta oddiy menejermisiz bo'ldi, CEO bo'lishga harakat qilmaslik kerak. Bosh joyga joylash kerak. Bo'ldi, men shu maksimal bitta bo'lim boshlig'i bo'laman ekan, bo'ldi, shuni realni tan olish kerak. 22 yoshdan 30 yoshgacha hal qilib olmasa, undan keyin duxu yetmaydi umuman hech qanaqasiga. Bir menejmentda, boshqa narsada qiyinchilik bo'ladi. Odam qo'rqishni boshlaydi-yu, keyin 27-28 yoshgacha CEOlik darajasiga chiqdingizmi, ana unda sizniki uspeshliroq bo'ladi. 35-40 yoshga chiqib CEO bo'lgandan ko'ra sizni natijalaringiz ancha zo'r bo'ladi. Albatta boshqarganingizda. Zo'r. Tizim haqida ko'p gaplashdik. Bilishim bo'yicha sizda ERP sistema bor. Uni siz o'zingiz yozdirgansiz. Necha oyda yozgandingiz? 3 oy, taxminan 4 oy atrofida yozib ishga tushirilgan. 2022-yilda ochilgan bo'lsa do'kon, fevralda ishga tushgan. 1 yil davomida chiroyli adaptatsiya qilganmiz. Zo'r ishlaydi. Hozirgacha kamida 100-200 ta do'konni boshqara oladigan. 100 ming, 150 ming dollarga yaqin pul kirib ketgan. Endi uning ichiga ish haq xarajatlari asosan. Men o'zim shu narsaga juda ham qiziqaman. Aytishnikilar bilan o'tirib, mana bu knopkani bu tomonga qo'y, mana bunday qo'y, bu proses HRda botdan tushgani mana bu joyga tushsin, bu mana bu tasdiqlasin, bu tasdiqlasin. Endi proses ko'pi bilasiz uni. Hamma narsani yozib chiqqanmiz o'zimiz. Bilmayman, outsource olib ishlatishni qandaydir yomon ko'raman. Balki yaxshidir, balki biz xato qilganmizdir, lekin men xohlagan vaqtda kichik biznesda, endi bu katta kompaniyalarda SAP boshqa umuman boshqaruv tizimini qo'yish kerak, lekin kichkina biznesda juda o'ziga moslashtirib qilingan programmalar nisbatan effektivroq. Tizimlashtirish bilan jarayonni sekinlashtirish mumkin. Shuning uchun tizimlashtirishda nozikroq harakat qilish kerak. Tizimlashtirishdan maqsad jarayonni sekinlashtirmasdan chiroyli optimizatsiya qilinsa, yaxshi natija ko'rsatadi. Biz o'rtacha 3 oyda yozib tugatganmiz. Keyin 1 yil davomida adaptatsiya qilib, bu yoqni o'zgartirib, hozirgi holatda mukammal holatga olib kelganmiz, lekin to'xtamaydi. Bilasiz, endi bozor o'zgaryapti, tahlillar o'zgaryapti. Shuning uchun o'shanga moslab o'zgarishlar qilib boramiz doimiy. Hozir bizdagi holat, programmamiz, sistemamiz qanaqa? Hozirgi tegishli holatga hamma narsamiz ko'rinib turadi. Savdo qancha bo'ldi, analitika qanaqa? Biz oylik hisobot degan narsa ham yo'q. Programmani o'zi hisob-kitobini qiladi, oyda oxirida menga ma'lumot kelib tushadi. O'zim kirib ko'rib olaman. Kimdir menga hisobot ham topshirish shart emas. Kimdir menga qog'ozda bir narsa olib kirmaydi. Bizda umuman qog'oz yo'q. O'z programmada hamma narsa ko'rinib turadi. Nimanidir ko'rmoqchi bo'lsam, analitikani ko'ramanda, savdodagi bola bilan gaplashaman. Mana ko'rsatkich pastga tushib ketyapti ekan. Mana bu ko'rsatkich filialda bunaqa bo'lyapti ekan. Meni o'zimda telefonimda, planshetimda ko'rinib turadi, xohlagan paytimda. Shunaqa sistema qilingan. Buni boshqalarni tanlamasligimning sababi xuddi mana shunaqa o'zim xohlagandaqa ko'rinib turadigan shablon qildirishim uchun men katta pul to'lashim kerak edi, katta vaqt sarflashim kerak edi. Ularga men o'zimni programmamdagi talablarimni qo'ysam, u oladida, u boshqalarga meni sistemamni sotish ehtimoli yuqoriroq. Men undan paka hozir oyiga 2000-3000 dollar ikkita bolaga ishlatib, chiroyli tizim qilib olib yuramiz hozirgi kunda. Xullas, 30 ming dollarga siz 1 yilda yozdirdingiz o'zingiz. Paka shunaqa. Juda arzon. Bu biz taniydigan kompaniyalar ERP qilayotganlar, u 200-300 ming, 2-3 yil. O'zim ham 200 ming, 300 ming sotib olganlarni ko'rdim. Bir mana shu o'rganib chiqishim kerak ekan, sizlar qanaqa tizim qilgansizlar, chunki yana bitta narsa bor. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bu yerda o'zim menejmentda yurganim uchun programma prosesni yaxshi tushirib olganman-da. Bitta aytishnikidan u narsani sotib olsangiz, men o'ylagan narsani qilib bera olmasligim mumkin-da bu.
Chotki tizilib bergansiz. Tizini o'zim yozib birga o'tirib aytaman, yozadi, yo o'zim shablonda yozib beraman deb mana shunaqa qilib beringlar. Bilasiz, aytishnikilar kod yozadi, siz aytgan narsani chiqarib beradi. U hech qachon tizim qilib bera olmaydi u. Da. Chunki menejment ko'rmagan u. Prosta u siz loyiha menejeriga berasiz, u polniy hamma protsess tushirib beradi. Sizga kartinka ko'rinadi keyin shunda. Eng asosiy narsa biznesda raqamlar-ku. Dastur raqamlarni ko'rsatib, xohlagan vaqtingizda ko'rsatib berish kerak-da u narsani. Kecha edi, bugun edi, ertaga chiqadi degan narsani uncha yoqtirmayman. Bugunmi, hozirmi chiqish kerak menga ma'lumotlar. Meni fikrim bo'yicha hozirgi mana raqobatda bozorda ERP tizim bu must bo'lib qolgan, ya'ni must have. Agar sizda ERP tizim bo'lmasa, hech qachon kengaya olmaysiz va set qila olmaysiz. Shu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Eng to'g'ri fikr bu. Chunki tizim bo'lmasa, qonuniylik bo'lmasa, kengaymaslik kerak. O'tiraverish kerak u narsani. Bitta do'konda shu yerda o'tirasiz. Chunki tizim degani mana men o'zim shunaqa deb fikrlayman. Bitta zavodda 500 ta odam ishlayapti, o'sha joyda ishlayapti. Bitta binoning ichida ishlayapti. Men 50 ta do'konimda 500 ta odam ishlayapti, 50 tasi 50 ta tochkada. Men bitta zavodni boshqargan odamning mas'uliyati meni bitta do'konimda bo'ladi. Chunki masofa uzoq. Mas'uliyat juda ham yuqori bo'ladi. Albatta set qilib tarmoq qilmoqchiman, ERP sistema bo'lishi kerak. Bu degani ERP sistema desa faqat hali xodimlar boshqarish deb o'ylaydi. Unaqa unday emas. Masalan, ko'pchilik shunaqa deb tushunib oladi. Moliya bo'lishi kerak, savdo, call center, marketing, kerak bo'lsa. hamma narsa, HR tem shaffof bo'lishi kerak. Siz misol bitta xodimni ishga oldingiz, chiqib ketishi nima sabablardan chiqib ketadi? Programmani o'zi kerak bo'lsa, avtomatik ishdan bo'shatish kerak. Misol uchun исключенияларni qo'yib, qonunlarni qo'yib, tushuntirish xatlarini olib, xatolari qaysi holatda sraz ishdan bo'shaydi, o'g'irlik qilib qo'ysang, programmaga kiritsangiz, bitta tushuntirish xatini yozib, mana bunaqa ошибка qilibdi desa, o'z programma bo'ldi, mana buni ishdan bo'shatasan deyish kerak. Sizga shaxsga bog'liq, shunda shaffoflik shakllanadi. Mana savol. Mani tizim yo'q. Retail ishlayanda ko'p, misol uchun bozorda hamma mana retail qilishadi. Nechta filialgacha men ERP tizimsiz boshqara olaman va nechta filialdan keyin ERP tizimsiz men уже qolib ketadigan bitta bino qurib qo'ygan bo'laman. Bittasini boshqarishingiz mumkin. Ikkita qilsangiz ham bo'lishi kerak baribir. Tizim. Ikkita bo'lsa ham уже ERP kerak. ERP kerak. Ya'ni bizning hujjat turgan hozir kichkina tadbirkor. Nima qilasiz endi? Nari do'konga borib, bu do'konga borib yurmaysiz-ku uni. Endi misol shunaqa tushuniladi hozir. U narsa bo'lmaydi. Ikkita qilasizmi, farqi yo'q. O'z bitta qilganda ham kichkina tizim bo'ladi, albatta. Unaqa mukammal shart emas. Ikkinchisini ochmoqchimisiz? Albatta sizda bo'lishi kerak tizim. U yerdagi xodimlar nima qiladi, qanday bajaradi, qayerga savdoni uradi, nima qiladi, pul qayerga ketadi, pulni bankka topshirish kerak, topshirgandan keyin topshirdim deb programmaga urish kerak. Bo'lmasa o'zingiz qarindoshingizni qo'yib qo'yishingiz kerak-da, nima bo'ldi, bugun necha pul savdo bo'ldi deb undan so'rashingiz kerak bo'ladi-da. Eng achinarlisi ERP haqida gaplashganda men ko'p tadbirkorlarga tushuntiraman nimaligini bu. Eng achinarli narsa shu. Ha, ERP bu Enterprise Resource Planning, bu hamma protsesslaringizni boshqargan tizim debdi. Ya'ni shu darajada u yo'qki, u nomini ham bilmaydi. Yo'q, programma, kichkina dastur yo'q-ku ko'pchilikda. Programma. CRMni ham ba'zilarda tushuntirish kerak bo'ladi. Eng katta muammo nima? Tizim desangiz, aka men tizim, programma qo'yishim kerakmi deydi. Programma tizim emas u. Boshda menejment to'g'rilaysiz, psixologik menejment, qonun qoidalar to'g'rilaysiz, strukturalar to'g'rilaysiz. Keyin shuni 80% programmaga tiqasiz. Yana 20-30% ba'zi inson faktori. Beradigan motivatsiyalaringiz bo'ladi, misol uchun xodim bilan u programmaga tiqa olmaysiz motivatsiyani. Shuning uchun birinchi o'rinda menejment tizim degani albatta qonun qoidalar yozishimiz kerak. Maksimum 70% programmaga kirish mumkin. Qolgan qismi yana inson faktori. Qo'ygan menejeringizga yo menejmentdagi yo moliyadagi insonga, misol men aytaman, HR bo'lsa, savdo bo'lsa, marketing bo'lsa, moliya bo'lsa, uchala yo'nalishning rahbari kuchi teng bo'lishi kerak. Moliyaning kuchi ko'p bo'lsa pul bermaydi. Misol marketingga. Yo marketing aqlli analitika raqamni o'qib asoslab bera olmasa pul ola olmaydi. Yo marketing kuchayib ketsa pul noto'g'ri ketib qoladi. Misol uchun. Savdoda ham xuddi shunaqa. Men 5 kishi ishlayapti, savdo yaxshi emas, 10 kishi qilib ber desa, HRga 10 kishini bosib o'raversa, tahlil qilmasdan. Yo moliyadagi kuchsiz bo'lsa, savdoni aytgani bo'lib ketadi. Shuning uchun bitta tizim qurishda faqat dastur emas. Tizim bu menejment. Qo'shilaman. Menejment bu. Men menejment bo'yicha yaqinda shogirdlik dastur ochdim. Tadbirkorlar bilan ishlayman. 15 ta tadbirkor bor.
ichida menejment ham tizimlashtirishda. Mendan hozir kutishgan programmalarni tushuntiradi. Bitta ham programma tushuntirmadim-da. Hayron qolishyapti. Programma Eng o'rgandingizmi? katta ayanchli narsa ham shu-da. Yo'q, davaychi akalar, davaychi. Boshida kelishib olaylik. Siz kimsiz kompaniyangiz? Struktura tuzyapmiz. Keyin reglamentni tuzib chiqamiz. Qaysi xodim nima ish bajarish kerak-da? Qonun qoidalar bor. Keyin raqam bilan kelishamiz. Qaysi xodimda qanaqa raqamni siz o'lchab borishingiz kerak. Endi programmaga keldik. Endi o'zingizga mos bo'lgan bitta programma tanlash kerak. Qaysi programma orqali siz mana shu raqamlarni olasiz. Xuddi shunaqa. Voy. Endi menejmentni o'zi qonun qoidalarni chizganingizdan keyin tizi kelib bo'ldi. O'sha texnik zadacha ITga keladi. Da. Xuddi shunaqa. Xuddi shuni berasiz, aytishnik YouTube'dan, ChatGPT'dan kodlar yozib sizga shablon qiladi. To'g'risi-da, u aytishnik degani u masalan o'ylaydiki, tizim qilib beradi deydi. Yo'q, tizim unaqa emas. Tizim masalan SAP programmasi haqiqiy tizim, programma emas u SAP. Boshqaruv menejment programmasi hisoblanadi, kompaniyasi hisoblanadi. Erta menejment asosiga qurilganligi uchun katta kompaniyalar hammasi shuni sotib oladi. Qancha katta bo'lsa ham misol uchun. Zo'r. Bizning programma ham keyinchalik 200 ta, 300 ta bo'lib ketsa, SAPga integratsiya qila oladigan darajada o'zimizni nastroyimiz qilib ketganmiz. Sabab u bizni boshqarish kerak bo'lib qolishi mumkin-da ertaga. Qayerdadir qonun qoidalar noto'g'ri qilib qo'ysangiz, moliya, marketingda pul boshqa tomonlarga ketib qolishi mumkin-da. Undan pulingiz, byudjetimiz ko'targan paytda unga o'tib olganimiz bizga nisbatan yaxshiroq deb bilamiz. Zo'r. Bekstiki, sekin unda yakunlasak, chunki meni asosiy savollarim tugabdi. Vaqt uchun kattakon rahmat. Sizdagi menga yoqgan tarafingiz bu moliyaga bo'lgan siz yondashuvingiz. Ya'ni moliyaviy savodxonlik kuchligini sezyapman. Chunki beli ishlash ko'pchilik emas hozir O'zbekistonda. Afsuski, 5 yildan keyin hammaga majburiy bo'ladi, ko'plar qiynalishga boshlaydi. Lekin hozirdan shuni qilganingizga men juda ham xursandman. Bizlarni kuzatib turgan tadbirkorlarga moliyaviy savodxonlikni oshirishga qanaqadir balkim maslahatlar, tavsiyalardir, balkim qanaqadir kitob tavsiya qila oladingiz. Moliya savodxonlikni oshirishga albatta mana hozir shu sohadagi coachlar, biznes trenerlar juda ham ko'p. Men misol Umid akani ko'p kuzatib boraman. Asosiysi hamma tadbirkorimiz qisman bo'lsa ham buxgalteriya, moliyani bilish kerak. Ko'p holatda bilmaydi-da, qiyinchilikka olib keladi. Buning uchun misol qanaqadir kitob, boshqa narsa qiyin. Qaysidir tadbirkor marketolog bo'ladi-da. Qiyin u narsani. Moliyaga xohlagancha kitob o'qisin, xohlagancha coachga borsin, foydasi yo'q. Shuning uchun paka u moliyaga qiziqmayaptimi? Qiziqadigan bitta inson bilan ishlash kerak. Qiziqqan inson o'zi xohlagan joydan internetdandir yoki birorta trenerga borib turib o'rganib olishi mumkin. Albatta biznesini to'g'ri boshqarmoqchi bo'lsa, moliyani yaxshi tushunadigan tadbirkor bilan gaplashish kerak-da. Iltimos qilish kerak-da. Albatta birinchi o'rinda qaysidir trenerga borishdan, qaysidir kitobga yuzlanishdan oldin tajribali insonlardan, shu joylardan o'tgan insonlardan ilm olish kerak, o'rganish kerak. O'shalarni ko'rsatgan yo'liga asosan yursa, qisman kamchiligi anchagina kam bo'ladi. O'zi tavakkal qorong'i tomonga ketgandan ko'ra nisbatan fikrlarni ayta oladi. Shuning uchun birinchi o'rinda pul jigardan bo'lgan, pulni boshqarish bu moliya. Moliyani bilmagan inson biznesda ancha qiyinchilikka yuz tutadi, bankrotство yoki pullarda problemalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta har bir tadbirkor moliya, buxgalteriyani qisman bilgan holatda biznes boshlash kerak. Shuni bilmasa, paka boshlamagani yaxshi. Yo biladigan insonni sherik qilish kerak. Men marketing, savdoga qarayman. Siz moliyaga qarang, HR ikkoviga siz qarang, moliya bilan HR nisbatan yaqin bo'lsa, bunga siz qarang, bu tomonga men qarayman deb tan olish kerak yoki bo'lmasa. Menda haqiqatan xarakter shunaqa. Moliya tomongacha jo'skiyroq qarayman. Ertaga javob bera olamanmi, yo'qmi? Mijoz ertaga muomala qilyapmiz, talabni joyiga qo'ya oladimi, yo'qmi? Shuning uchun moliya bu kelajakda hal qiladigan narsa, savdo bilan marketing bugunda hal qilib beradi. Bugun hal qiladi. Kelajakka o'zi rejalar, strategiyalar savdoga qarab ketishi mumkin, lekin maqsad savdo, marketing, HR'ni qo'yishdan maqsad pul topish. Pul topishda tegi bu moliya. Moliya pulni saqlash ham. Saqlash, uni to'g'ri boshqarish. Sotib afsuski o'rgatmayapti saqlashni, boshqarishni. Yo'q, shunaqa. Shuning uchun avvalambor birinchi o'rinda moliyani bilish kerak. Albatta, buxgalteriyani ham qisman bilish kerak. Zo'r. Vaqtingiz uchun rahmat. Juda ham foydali podkast bo'ldi. Asosli podkastning asosiy maqsadi, vazifasi mezaga chiqmagan mutaxassislarni olib chiqish, katta tadbirkorlarni ko'rsatish va ularning bilimlari bilan bo'lishish. Chunki sizdagi odamlar ko'proq mezaga chiqib, o'z bilimlari bilan bo'lishsa, menimcha xalqda muammolar kamayadi. Ya'ni xalq agar
shunaqa foydali podkastlarni kuzatib borsa, menimcha moliyaviy holati, o'zini o'sha daromadi va yashash sifati yaxshi tarafga o'zgarishni boshlaydi. Albatta. Taklif uchun rahmat sizlarga ham. Juda ham xursand bo'ldim. Mazmunli fikrlar ko'p bo'ldi. Biz endi tadbirkor inson ma'lumotlarga, bunaqa fikr almashinuvga juda ham qiziqamiz. Har doim har qanday uchrashuvlarga boshqa nima deydi, tavsiyalaringiz bo'lsa, biz har doim ochiqmiz, tayyormiz, muammo yo'q. Rahmat. Sog' bo'ling. Asoschilar podkast do'stlar, moliyaviy savodxonlikni oshinglar va albatta biznesni ko'ringlar. Yoqgan bo'lsa like, komment hamda izohlarga o'z fikrlarini qoldiringlar. Moliyaviy savodxonlik yoki nasiya savdo bo'yicha qanaqa yangi bilimlarni oldinglar. Men albatta har bittasini o'qib chiqaman va keyingi sonlarda ko'rmoqchi bo'lgan mehmonlarni izohlarda yozsanglar, ularni ham biz albatta taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, biznesingizni albattagina rivojlantiringlar. Xayr.